Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve alihi ve ashabihi ecmain. Ama ba'du. Esselamu aleyküm. Sabahdaşlar, bizning bugungi dersimiz hal. Yani tushunib ishlab keladigan ismlarning qatoridan bo'lgan hal haqida to'xtalamiz. Bu dersimizde okuştuğum burun bizim 5'te bunun da bir neçe suallarını düşünüp bütümüz. Birinci sualimiz ma vel hal. Hal degen nime? Qandaq narsani hal deymiz? Ve ma fa'idatul hal? Halning paydası nime? Degen o'xshash. Endi hal deganimiz odatda vasfun fazlatun mansubun yubayinu hayati sahibihi inde vuku'il fil. Şirket yüz bergen çağda, şirket yüz bergen vaqtda özünün sahibinin hayatini dalalet kıldıgan, hayatini bildirip durduğan, tushuntirib kıldıgan, qo'shimcha bir sifatni biz hal deb ataymiz. Endi faidatul hal, hal keltirishning foydasi şirket yüz bergen çağda sahibul halning hayatini bayon qilish. Bu hal odatda kayfining javobiga keladi. Bir so'zning hal yoki hal emas ekanligini ayirishda kayfa degan savol vasitasiga javob berilsa, buni hal deb qaraymiz. Anda da bu uslubul halning asosiy bo'ligi necha deganda uslubul hal hallık bilek 3 asası bilekten tarafı tabudur. Birincisi amil hal, ikincisi sahibul hal, üçüncüsü hal. Anda da amil hal diyen nime, sahibul hal diyen nime ve hal diyen nime diyen akı toplama vaxtımızda amil hal şu halinin düşüm kirişke sebep boğan amilini gösterdi. Andaqda amil hal nimalardan keladi deganda, masalan, Ja'a Muhammadun mashiyan, Muhammad piyoda keldi desak, mishara mushu jumlada ja'a fe'l bu amil hal, Muhammadun fa'ildur, sahibul hal, mashiyan hal. Mishara mashiyan degan hal Muhammadning kilishni iborat sharkat sahibi bo'lgan chog'dagi hayatini bayon qilib berdiki, kelgan chog'dagi hayati piyoda degan bo'ldi. Mana bu yerda Muhammad sahibul hal bo'lgan bo'lsa, jaa amil hal bo'ldi. Shunga bu sharkatni yuz bergan chog'da sahibul halning hayatini bayon qilib bergan holatning nasbu qilishiga sabab bo'lgan amilni amil hal deb ataymiz. Anda da amil hal nimalardan keladi ve sahibul hal degan nima, u nimalardan keladi, hal degan nimalardan keladi degan vaqtimizda amil hal odatda masalan bunday qilganda 12 turlik narsadan keladi desak bo'ladi. Birincisi fe'ldan keladi ve ikincisi shibhil fe'ldan keladi. Fe'l İkinci şevil fiil, yani fiil manası süperlendi. Yani şu fiil oxşuğucu, isim fail, isim mef'ul, sıfat-ı müşebbeh, ismi tevzil deganlarni maksat qilmoqchi ve ma'nal fiil ma'nosini so'zlardan keladi. Masalan, shuning qatorida ismul ishora amil hal bo'lib kelaraydi. Chunki uni o'shiru degan fiilning ma'nosi bo'lg'achqa, ismul istifham amil hal bo'lib kelaraydi. Masalan, bunda as'alu degan fil ma'nosi bo'lg'achqa, endi harfi tamanni amil Allah qilaydi, kilalaydi, chunki unda tamanna yatamanna degan fil ma'nosi bo'lg'achqa, adatu tashbih amil Allah qilaydi, chunki uning u shabbaha yushabbihu fil ma'nosi bo'lg'achqa, harfinda amil qilaydi, bo'lib kilalaydi, chunki u ad'u degan filning ma'nosi nima bo'lg'achqa. Endi ismi fillar amil Allah qilaydi deyishimizning sir
Fiil ve isim fiil mana fiil ma'nosini so'zlasak buni ko'p chiqdi. Undan boshqa harf tanbih omil Allah qilalaydi. Chunki unda unabbihu degan fiilning ma'nosi bo'lg'achqa. Buning tafsiloti keyin chiqdi. Endi sahibul hal degan nima desa, sharkat yuz bergan chog'da fa'ilning hay'ati ini bilan bayon qilingan. Sharkat yuz bergan chog'da hay'ati bayon qilingan narsa sahibul hal bo'ladi. Yine bunun bir ismi zul hal deb atalsın bo'ladi. Zul hal mı deyildi? Sahibul hal mı deyildi? Sharkat yuz bergan chog'da şu onun hay'ati bayon qilingan so'z sahibul hal bo'ladi. Anda bo'lsa sahibul hal nimalardan keladi? Deganimizda sahibul hal odatda mubtadadan keladi, xabardan keladi, 5 maf'uldan keladi. Odatda 5 maf'ulning sahibi bo'ladi. Mubtada xabar, fa'il, naib fa'il, mana bu 9 bo'ldi. Shundaqla muzafin ilaylardan keladi. Uningda muzafning muzafillay sahib bo'ladi. Muzaf shu muzafillayda amal qilsa yoki muzafillayning bir juz'isi bo'lsa yoki muzafillayning bir juz'iga o'xshash bo'lgan bo'lsa bu tafsilotga chiqadi. Anda bo'lsa hal nimalardan keldi deganda hal biri 3 turlik narsadan keladi. Cümleden keladi, to'liq jumladan, shibil jumladan keladi, ismdan keladi. Ismdan keladi, endi mufratdan keladi deymiz. Mufrat lafzida cümle emas, shibil cümle emas. Endi shibil jumladan keladi, shibil jumladan jar majrur va zarf maqsad qilinadi. Va shundaqla cümle ismiyadan va cümle fi'liyalardan keladi hal, shundan umuman 5 turga bo'linadi. Andada bu hal ne qismga bo'linadi degan vaqtimizda hal odatda hal muassisa ve hali muakkida deb bo'linadi. Hal muassisa bilan hal mubayyina o'xshash. Hal muakkida bilan hal muassisaning qanday farqi bor deganda, hal mubayyin bo'lsin, hal muassisa bo'lsin, bu hal muassisa deganimiz odatda asli yeni bir ma'no ifodalab kelganini hal muassisa deymiz. Ammo hal muakkida shu ta'kiddan boshqa yeni bir ma'noni paydo bermaydi. Ammo hal muassisa yeni ma'noni paydo beradi. Masalan, ja Muhammad mashiyan Muhammad piyoda keldi desak, o'sha mashiyan ja Muhammad keldi deganga piyoda degan yeni bir ma'noni ifodalab berdi. Ammo ta'kid hali muakkida bo'lsa u yeni ma'no ifodalaydi. Faqat u o'zining omilini yoki o'zining omil holini yoki sahibul holini ya jumlaning mazmunini ta'kidlab keladi. Masalan, shuning misollarining qatoridan bir misolni ko'rsak, wala ta'asaw fil arzi mufsidin. Sizlar yer sharida buzuqchilik qilmanglar desak, mufsidin hal. Lekin ta'asaw degan tilning omilni ta'kidlab kelgan bo'ladi. Bu yeni boshqa bir ma'noni, yeni ma'no ifodalab bermaydi. Shuning bilan hal muassisa va hal muakkida deb mundaq bir bilinadi. Va hal maqsuda li zatihi, hal muwaddi'a deb bir bilinadi. Hal maqsuda li zatihi o'zi shu holdan şu anın üzü maqsad qilingani. Masalan, Ja'a Muhammedun rakiban desak, rakibandin aş Muhammedning üzü maqsad qilingan, sahibining üzü maqsad qilingan bo'ldi. Şunun hali maqsuda li zati, öz zati sahibil halning hay'atini bayon qilishdi, öz zati maqsad qilingan bo'ldi. Masalan, Muhammed ulug'liq keldi degan bo'lish. Ammo hali muaddiya dediğimiz o maksat sahibul halini bayan kılmaydı. Onun da çokum bu hal olan söz isim camitten gelip sıfatlanıp geliyordu. Hal muaddiya alaydı bu ayrım müstakil sözünden bir tema. Onun başka hal muaddiya oluştuğun sır
sebebiye mi buludu? Hali sebebiye bulduğun ahvalın var. Mesela rakibtul farasa gaiben sahibuhu. Men atqı mindim, şu atның igisi gayib bo'lgan holatda. Men igisi gayib bo'lgan holatdagi bir atqı mindim desak, gaiben hal, sahibul hal faras. Amilendin. Lekin bu yerda rakiben faras degan sahibul halning hayitini bayon qilmasdan, sahibul halga qaytadigan zimir ininga tutishab kelgan sahibning hayitini bayon qildiki, ulaqda mingan chaqda shu ulaqning egisi g'oyib ekanligini bildirdi. Buni hali sababiya deymiz. Endi uningdan sirt yine biz bugun esimizde saqlash tegishli bo'lgan mazmunlardan yana birisi. Endi hal odatda cümle ulab keladi, shibil cümle ulab keladi, mufrat ulab keladi dedik. Endi hal cümle ve shibil cümle ulab kelgan bo'lsa, bunda da bu yerda bir rabita lazım bo'ladi. Rabita odatda 3 narsa bo'ladi. Yoki zamir bo'ladi, ya va bo'ladi, ya ikkisi birga bo'ladi. Mana bu rabita deymiz. Endi bu rabita bo'lgan voni, vo'g'inak bo'ldi, ya zamir bo'ldi, ya ikkisi bo'ldi. Voni nima qandaymiz? Vovul haliya deb ataymiz. Bu vovul haliyaning foydasi nima desa, vovul haliyaning foydasi vovul haliye ekanligini qanday qaraymiz deganda, odatda bu iz yoki iza ma'nosini ifodalab turadi. Vovul haliye iz yoki iza ma'nosini ifodalab beradi. Masalan, Ja'a Muhammadun va ibnuhu yabki. Muhammad o'g'li yig'layotgan chaqda keldi deganga o'xshash. Yani ve huve yebkidik ve ibnuhu yebkidik ve hariye. Mana müşahede bu izah ma'nosini ifodalab, iz ma'nosini ifodalasak bo'ladi. Endi hal odatda yana biz bir savollarimiz var. Hal u faqatlam birdana amilning birdanala holati kelamdi ya bir amilning bir necha holati kelamdi degan bir savol kelib chiqdi. Bir amilning bir necha holatini kelalaydi. Bir amilning birdan ko'p holati kelalaydi. Masalan, Ja'a Muhammadun rakiban masruran. Muhammad ulag'liq xushal holatda keldi deganga o'xshash hol bir necha bo'lsa bo'ldi. Endi holat bir necha, sahibul hal bir tal bo'lsin bo'ladi ve hal bir taaddud sahibul hal taaddud olsun bo'laveradi. Endi uningdan sirt halning bir so'zning hal bo'lishning qanday sharti bor deganda, hal bo'lish uchun cho'qim o sifat bo'lishi kerak. Sifat bo'lishi kerak. Agar o sifat bo'lmasa, adati sifat qiyos qilinmasa hal bo'lmaydi. Masalan, u asli bir sahibul halning hayitini bayon qilgan bilan sifat bo'lmasa bu holat bo'lmaydi. Masalan, raja'tu al-qahqara. Men olqim chiqaytdim desa, qaytgan chaqdagi fa'ilning hayitini bayon qilgan bilan al-qahqara bu nima emas? Sifat bo'lmaganligi uchun buni biz maf'ulun mutlaq deymiz. Bu holat emas. Endi hal shuning bilan birga sifat bo'lishi kerak. O hal sifati muntaqila bo'ladi yoki sifati sabita bo'ladi. Hal muntaqila, hal g'ayri muntaqila yoki hal sabita degan nima degan gap bo'ladi? Hal muntaqila deganimiz o hal sahibul bu hal degan bir sifat dedik. O hal sifati arazi bo'lib kelganini ko'rsatib turadi. Mesela Ja'a Muhammed rakiben desek, Muhammed ulag'liq keldi desek,
o ulaqlıq keliş hemiş olmaydı, onu yötkülüp ketkici olurdu. Bazı ulaqlıq kelidi, bazı piyadılık kelidi, şunun qo'xshash hal muntaqila o hal o sifat sahibi halda davomliq turmaydigan, uningda yötkülüp turadigan ba'zi bor, ba'zi yo'q bo'lganini ko'rsatib turadi. Endi hal muntaqila bo'lganga o'xshash hali sabita bo'ladi. Deganimiz shu sahibi halning hayotini bayon qilib turadigan hal uningdan davomliq mavjud bo'lib turadi, uningdan yo'qolmaydi. Hali sabita bo'lib turadi. Deyimizin sebebi mana şu. Mesela xuliqal insanu da'ifa, insan aciz yaratıldı deganga o'xshash. Endi insonning aciz yaratilishi yoki da'avtullaha sami'an, men anglag'uchi bo'lgan Allohga duo qildim desak, sami' Allohninki holatmishada u hali sabita yetkazmaydi. Şundaqla bu hal, birincisi hal sifati muntaqila bo'lsin, sabita bo'lsin, sifati muntaqila bo'lsa, sabita emas, sabita mi bo'lsa bunda bo'ladi. İşte sifat hali nakira bo'ladi, ma'rif bo'lmaydi. Endi hal nakir bo'lish kerak. Agar ma'rif qolsa, u chog'da nakira qiyos qilinadi. Endi hal shundaqla mushtaq bo'lish kerak, jamid bo'lmaydi. Agar jamid qolsa, mushtaq qiyos qilinadi. Ham mushtaq qiyos qilmaydigan ahvollarmi ham bor. Endi amila hal tashlanamdi yoki tashlanmamdi, sohibul hal tashlanamdi, tashlanmamdi, hal tashlanamdi, tashlanmamdi desa, bu haqda tafsiri amila hal tashlanishi vojib bo'lgan, tashlanishi durust bo'lgan ahvollar bor. Sohibul hal tashlanishi vojib bo'ladigan yoki tashlanishi durust bo'lgan ahvollar tafsiri chiqadi. Endi hal bilan sohibul halning o'rtasida qanday munosabatlar bor deganda, hal bilan sohibulning o'rtasidagi munosabat jinsdir sandamaslichidir. Sohibul hal erlik bo'lsa, halmi erlik kiradi, ayollik bo'lsa, ayollik kiradi. Xuddi sifat mavzudagi munosabat saqlanib qoladi. Endi yeni bir savol kelib chiqdiki, hal sohibul halga ilgir kelsa bo'lamdi, bo'lmamdi? Hal amil halga ilgir kelsa bo'lamdi, bo'lmamdi? degan haqda to'xtalamiz. Inshaalloh hal sohibul halga ilgir bo'lish bo'lmaslik, hal amil halga ilgir bo'lish bo'lmaslik, qanday chog'da durust bo'ladi, qanday chog'da mamnun bo'ladi, qanday chog'da vojib bo'ladi, buni biz tuvanda tafsil ko'rib o'tamiz. Anda olsa musannif rahimahullah halni tushuntirib bundoq deydi. Al-hal wasfun fadlatun muntasibu mufhimu fi halin kam fardan azhabu. Hal degan nima desa, hal degan fardan azhabuga o'xshash bir halning ma'nosini, haldagi bir ma'noni uqtirib beradigan, tushuntirib qiladigan qo'shimcha bo'lak bo'lgan bir sifat. Demak, hal bo'lish uchun birinchidan sifat o'sib agar jami bo'lib qolsa, o'sha sifat qilinadi. Hamda sifatdan masalan ism fa'il ism maf'ul mushabbahni ko'rsatadi. Fazli bo'lish kerak deganimiz hamda qo'shimcha bo'lak, asosi bo'lak emas demakchi. Muntasib tushuntir ishlab keldi degan gap hal asl tushuntir ishlab keladi. Mufhim fi holat degan gap mufhimu ma'nan haldagi bir ma'noni nima qiluvchi tushuntirib berguchi degan bo'ldi. Perdani azhabi o'xshash men yolg'iz boraman desak, shu misoldan qarab oldikki, perdani azhabida biri mishada masdar sahibul hal masdardan kasb tutqanlikni, ikkinchi birisi munfaridan degan ma'noga qiyos qilamiz perdani mishada. Ikkinchi birisi hal amil halning oldida sahibul hal oldida kasb bo'lganligini va ham dalil bo'ladi. Endi biz buni tafsir tushungan vaqtimizda hal degan nima desa, hal wasfun fazlatun sifat bo'lsin dedik. Masalan
Raca'atul qahqara desa qahqara sifat olamıdı. Şunlaşkı bunu haletli olmaydı. Fazla bu asası bilek bozu olmaydı. Aldıgan kuşumçu bilek buluş gerek. Duduk. Mesela imad mesrur desek. İmad ya Halid mesrur Halid kuşal desek. Mesela al degan bir sifat ki qo'shimcha bilan bo'lgan sifat debdimiz. Mesela masrur degan bu sifat, lekin halal emas. Bu yerda hal emas o. Chunki nimishqa masrur hal olanmaydi desang, chunki bu yerda asosi bilan bu. Jumlada asosi bilan hisoblanadi bu xabar, shunga bu hal emas. Anda bo'lsa masrur har qanday fazli olsun deganligimiz uchun asosi bilan qilib qaptal olanmaydi. Mansuba shunga ishlab kelsinki yubayyin hayati sahibihi şu hal özünün sahibinin hayatını bayan kıpırdı kandaçada şirket yüz vergen çağda bulduk. Mesela endi bazı çağda şirket yüz vergen çağda özünün sahibinin hayatını bayan kılmayılan ahvalba mana bu çağda o hal olanmaydı. Lillahi darruhu parisen o acep yaxşı çavandaz desek. Lillahi darruhu parisen acep yaxşı çavandaz desek bu Paris sifat fazla. Lekin bu sahibel halının sahibel halının hayatını bayan qilib bermaydi. Bu yerda bu temiz ulab kelgan. Anda o'gandikin bu hal emas. Yoki ra'aytu rajulan waqifan. Men turtugan erni ko'rdim desak waqifan sifat. Mana fazli qo'shimcha bilan mansub qo'shimcha ishlab kelgan. Lekin hal emas. Nimishqa bu sahibel halının hayatını bayan qilmadi. Sahibel halını sifatlab uni xoslaştırıp geldi. Şunlaşqa bu hal olanmaydı deymiz. Endi keyfinin cevabını keladi dedik. Endi odatda keyfe mesela Ja'a Muhammed, Mesrur Muhammed qanday keldi desek, keyfe Ja'a Muhammed mesruren deb Müşahede mesrur keyfinin cevabını kelganligi uchun mesrurning holat degili bo'ladi. Endi bu yerda biz pazladik bu pazla degan jumlada isnatda asosi bilan emas. Yana mundaq chiqilganda uningdan bihojat bo'lish jumlaning mazmuniga ta'sir ko'rsatmaydi. Tasiran holatda ko'pincha holatda u hol pazda bo'ladi, jumlada asosi bilan bo'lmaydi, beqindi bilan bo'ladi. O tashkil etilsa cümlenin asas ma'nosiga ta'sir ko'rsatilmaydi. Shunlashqa buni pazli deb ataymiz. Endi mishada mufhimu fi hal degan gap holdagi bir ma'noni tushuntirib bergan gap yubayyinu ma'nal hal degan holning ma'nosiga sharkat yuzlagan joyda holning ma'nosiga sharkat yuzlagan joyda holning hay'atiga dalalet kılıcı diken mezmunu düşünüp alımız mufhimdir bir şeyler. Endi biz bayan dedik. Hal adette sahibul hal fa'ilul abdülüdü mefulun bihul abdülüdü mefulun fihul abdülüdü beş mefulun hemmisi abdülüdü dedik. Bu inşallah tefsiri ikinci çıkıdı. Endi navbatda ko'rmoqchi bo'lganimiz hal muntaqila va hal sabita va hal mushtaq va hal jamid deb bo'lib bilinadi. Misol musannif bu haqda mundaq deydi: "Va kawnuhu muntaqilan mushtaqqa yaghlibu lakin laysa mustahaqqa" deganga o'xshash. Ya'ni u halning muntaqila bo'lishi, yo'tkilishchan bo'lishi ve yasalma mushtaq bo'lishi ko'p, lekin bu vacip emas. Anda bo'lsa halning hali muntaqila bo'lishi, mushtaq bo'lishi g'olibken, lekin vacip emasken. Anda hal muntaqila degan nimitda hal muntaqil degan vasfi arizi, ya'ni vaqtliq sifatda.
Mesela Ca'a Muhammedun mesruren desek, Muhammed huşal alet kılsak, mesrur huşallık diyen davamlaşmaydı o bir adamda. Hem de hali sabit edigen o muntizim onun da mukumlaşıtkan bir süpetti. Hem de hali müştak degenimiz adette biz isim fail, isim mef'ul, sıfatun şebbe, isim tebzil, sigatil mübalağa, isim mensupla maksat kılındı. Hali camid adette isim müştak boğmuğalları. Mesela hal camid denkildi dediğimiz camid degen demeydi adette onun lafzidin inin manasından til yasalmaydığını biz ismi camid degen muşu maksat kılındı. Hem de muşu hali muşu muntakila boğunun diyen butti hali muntakila degenimiz o özünün sahibi halının hayatını muayyen bir müddeti vakitlik malum müddet özün sahibinin halının hayatını bayan kıpırdıgan hali muntakila dep atıdık. Mesela ra'aytu ziyaden vaqifen men ziyadını to'xtagan holatda ko'rdim vaqif desak bu bir odam davomli to'xtab turmaydi. Nima ishi mumkin? Shunglashqa yani mana vaqifani hal muntaqila deb ataymiz. Endi hali sabita bo'lganda chuqur bu 3 qismga bo'linadi. Ya'ni hali sabita bo'lish uchun birinchisi uning amili o'zining sahibining yengilnishiga dalolat, yengilib turishiga, yangidan tajaddud, yengilib turishga dalolat qiluvchi bo'lishi kerak. Ikkinchisi u hal muakkid bo'ladi. Hali muakkid bo'lganda yoki omilni ta'kidlaydi, ya sohibul halni ta'kidlaydi, yoki o'zining oldidagi jumlaning mazmunini ta'kidlaydi. Üçüncü kısmı o hal semai bular hali sabite oldu. Endi biz mesela hali sabitenin birincisi nimel hali sabite degan nima dese el mulazeme li sahibiha la tufariqu. Özünün sahibi haliga çaqlışıp turadigan, onun alıp ketmaydigan halni hali sabite dedik. Yani bu şu tuluk muntizim onu alıp ketmey turgan halni demekçi sahibli haldan aşu. Anda da muşu hali aşu sabite bo'lganda birincisi bu hali sabite bo'lgan chog'da o'zining amili o'zining sahibli halning tajaddud yengilishiga dalolat qiladi. Qanday yangilikka dalolat qilsa sahibul hal o'shunda yaratish ya mavjud qilish davomli qilishgan turdan bir turi bo'ladi. Masalan, xuliqal insonu daifa, inson ojiz yaratildi. İnsan aciz yaratildi desek, aşağıdaki sahibul hal el insan, daif hal. Emdi müşahede sahibul hal ininde yaratış ya ki mevcut yaratış ya ki icat kılış davamlaştıkan türden bir kısım oldu. Çünkü o yaratış ve mevcut kılış davamlaştıkan tür köp. İnsan mı yaratıldı ve hayvanat mı yaratıldı, başka şeyler mi yaratıldı? Şuna insan nişeri yaratış ve mevcut kılış onun davamlaştıkan türden bir perli boğaçka. Şuna muşundak yerde kelgen hali sabiti oldu dep qaraymiz. Endi ikinci hali muakkid olganda üç xil halda bu işletildi. Yoki amil ta'kidlaydi, yoki sahibul halni ta'kidlaydi, yoki o'zining oldagi jumlaning mazmunini ta'kidlaydi. Endi hali muakkid bo'lganda masalan wala ta'asaw fil arzi mufsidin. Sizlar zaminda buzuqchilik qilmanglar desak, mufsidin mishara hali muakkid. Çünkü hali muakkid degan nimitda u cümlede yeni bir ma'ni ifodalamaydi, faqat cümlening mazmunini taqviya, ta'kid, kuchlantirib berish, ta'kid berish roliga ega. Anda hali muassisa yeni ma'ni ifodalab kelsa cümlede o hali muakkid yeni ma'ni ifodalamaydi, faqat ta'kid ma'nisi ifodalab beradi xolos.
Emse wala ta'asaw fil ardi mufsidin ki mufsidin bo'lmasa ziminde buzuqchilik qilmanglar degan bo'ladi. Mufsidin bo'lsa ziminde haqiqatan sir buzuqchilik qilmanglar degan bo'lsa jumla mazmuni ta'kidlash. Omil bo'lgan ta'asaw degan omilni ta'kidlab kelgan bo'ldi bu yerda. Ve erselnak linnas rasulah desek müşkil. Rasul degan hal, ersala degan amilni ta'kidlab keldi. Rasul bo'lmasa mu? Mesela biz sizni insonlarga elchi qildik degan bo'ldi. Yoki sohibul halni ta'kidlab qildi. Velav sha'a robbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a desa, mishari jami'an hal. Bu hal ta'kid uchun kelgan nimani? Sohibul hal ta'kidlash uchun kelgan. La'amana man fil ardi kulluhumda mishari sohibul hal man. Man degan sohibul halni ta'kidlab keldiki, cemiyen bulmuşumuz zimindeki hamma agar Allah xalagan bo'lsa zimindeki olanın hamma kishi zimindeki kishilar olanın hammasi iman aytgan bo'ldi. Umumiylik holatda dedik cemiyen mishada bulmuşumuz mendan hammasi degan ma'no chiqdi. Buni sohibi olni ta'kidlab keldi deymiz. Endi o hal yoki o'zining oldidagi jumlaning mazmunini ta'kidlab keladi dedik. Hal özünün aldığı cümlenin mezmununu ta'kidlab qilish uchun töndeki şart kiradi. Muşu cümlenin mezmuni çokum galiben emren sabiten mulazim bir iş kerak. Galiben çap işip turgan, sabit olab turgan bir iş bo'lish kerak ki, anda yo'tkilib ketmaydigan bir iş bo'lish kerak. O beşki cümlenin mezmuni izchil davomlashayotgan bir ma'no bo'lish kerak. Şu çağda an halının ma'nosi bilan, hal muakkidning ma'nosi bilan cümlenin mezmuni ittifaqlashadi. Çünkü hal muakkid degan bu hal sabita qismidan bo'lg'achqa. Masalan, Hisham Abu desak, Hisham Abu ki atupan. Hisham sening kuyimchan holatda dadang dedik. Endi atupan bo'lmadim Hisham Abu degan bu jumladagi biz ma'na cümlenin mezmuni emren sabit. O sabit olab turadigan, muntazam turadigan bir ish dedik. Chunki Hisham sening dadang desak, bir odam bir odamning ma'lum muddat dadasi o'tgan, ma'lum muddat dadasi olmaydigan hali shakllanmaydi. U izchil davomlashadi u. Anda bo'lsa Hisham Abuning ma'nosi o shu izchil davomlashayotgan bir ishni ifodalab turar ekan. Atupan cho sahibi atupan hal bu bizning jumladagi aldık cümlenin mezmunu ta'kidlash uchun kelgan. Yani atupan o asli amir hal buningda tashlangan desak bo'ldi, keyin oyog'ida chiqdi bu gap. Endi bu sening mehrivon dadang desak, chunki Hisham Abuka degan gapdan sening dadang degan gapdan dada degan balasiga kuyinadi, uning mehrivonlik qiladi, uning ichi og'ritadi, uning shafqat qiladi. Anda bo'lsa Atupning ma'nosi Hisham Abuka degan jumlada bor. Endi mehrivon degan ma'no anda bo'lsa bu besh jumlaning mazmunini ta'kidlab turadi. Atup bilan Hisham Abukada shu ma'no chiqadi. Chunki sohiblar bo'lgan ab va hal bo'lgan atbi ikkilisi bir ma'noda. Bir ma'noda bo'lg'achqa shunlashqa buni biz chunki halning ma'nosi mu mehrivonlik qilish degan bo'ladi. Cümlenin Hisham sening dadang degan gapdan bu sana kuyunutgan odam degan bir ma'no chiqdi. Shuni buni biz o'zining oldiga jumlani ta'kidlash uchun kelgan hal deb qaraymiz. Endi mushu hal muakkid bo'lsa sabit o'tirdik, mushu hal sabit muntaqilning ziddi bo'lgan hal sabitaning 3-chi qismi mushu uning muntazam qoyil bo'lmagan samai misalları mevcut buludu. Mesela da'utullahi sami'an. Men anlıqçı boğan Allah'a dua qıldım desek, da'utullah sami'an işte hal sabite. O yötkelmeydi o. O izchil turdu Allah subhanahu wa ta'ala'da. Şunlaşqa bunu biz hal sabite deymiz. Lekin mundaq olsa muşla hal sabite o'tirgili bo'lmaydi. Nimişqa bu samai hisoblanib turadi. Anda da biz bayam dedik hal muntaqila hal sabita deb bilingan o'xshash bu hal ham o'z navbatida hal mushtaqqa va hal jamida deb ikkiga bo'linadi dedik. Hal mushtaq bo'lgani
Endi biz buna köp uçuraydı. Hal şu müştak deganimiz jamit emas. Yani köpünçü çıkını halın köpünçü ismi müştaktan keldi. Müştaktan kelgeni sahibi bilan jin tursanda başlaşdı. Mesela Cami Muhammed rakiben, Ja'at Fatimatu rakibeten degen go'shash mana bu şerki Allah'ını hali müştak deymiz. Yine müştak degan nimitde şu bayan degende inin lafzini inin ma'nosidan til yasalgan so'zni müştak deb qaraydik. Endi ikkinchisi hali jamit. Jamit deb keldi hal ismi jamit degildi. İsmi jamit degan nima desin? İsmi jamit degan al ismu allazi la yu'khadhu min lafzihi fi'lun bi ma'nahu. Onun ma'nosida onun lafzidan til yasalmaydigini nima deydik? İsmi jamit deydik. Masalan asad deganga o'xshash, nahrun deganga o'xshash. Masalan nahrun degan daryo degan bo'ldi. Buni biz ismi jamit deymiz. Endi bu nahrun degan ismi jamit nima chiqadisa, chunki uningdan nahara yanhiru unhur deganda bunda til yasalmaydi. Voy bag'u va masail falatan deganga o'xshayib bag'u desangiz, u chunki nahara daryo degan ma'no bilan til yasalmadi. Nahara daryo bo'ldi, yanhiru daryo bo'ldi deb yasalmadi. Ya'ni qo'pollik degan ma'no bilan kelgani u ayrim. Anda bo'lsa shu ismi jamid hallab ketgan ismi jamid hallab kelsa mushtaq qiyas qilinadi va mushtaq qiyas qilinmaydi. Hal shu hali jamid muawwala bil mushtaq, hali jamid g'ayr muawwala bil mushtaq deb ikkiga ayiramiz. Hal mushtaq qiyas qilinadigan jamid bo'lgan hal tufsin bo'lgan hal ve mushtaq qiyas qilinmaydigan jamit bo'lgan hal deymiz. Ana bo'lsa mushtaq qiyas qilinadigan jamit bo'lgan halning eng mashhur bo'lgan o'ni 4 deydi. 4 bunda eng mashhur keladi. Bu o'z navbatida chiqadi. Musannif bu vaqtda hal mushtaq biri mush jamit bo'lgan şu ismul jamit yine şu onun lafzidan onun manasından pil yasalmaydigan tüpsimni dedik. Anda olsa şu 4 urunda halulab mushtaq qiyas qilinadi. Birincisi şu tashbiga dalolat qiladigan, ikkinchisi mufaalaga naqmi bir narsani qo'lda topshirib og'anliq dalolat qiladigan, uchinchisi bahoga dalolat qiladigan, to'rtinchisi tartibga dalolat qilgan o'rinda ismi jamid mushtaq qiyas qilinib hal bo'ladi deymiz. İsmi jamid biri tashbiga dalolat qilib turib, ismi jamid halulab tashbiga dalolat qilib turib, bu joyda mushtaq qiyas qilinadi. Masalan Asad degan so'zni biz misolga olsak, Ja'a Muhammadun Asadan, Muhammad ma'aydi shujoatlik holda keldi deganga o'xshash, yoki yo'lbosga o'xshash holda keldi deganga o'xshash, yoki hajama Muhammad alal aduvi Asadan, Muhammad dushmanga yo'llasdak hujum qildi desak, bir asadan hal tashbiga dalolat qilganligi uchun qildi. Bu ismi jamid bu tashbiga dalolat qilganligi uchun bu mushtaq qiyas qilinadi. Ya'ni shuja'an desak mutlaq mushabbahan al asad yo'llasga o'xshagan holatda hujum qildi desak mutlaq yoki baturana hujum qildi desak bo'ladi. Şu bu haqda Musannif rahimahullah mundaq deydi. Ve yaksurul cumudu fi sitrin ve fi mubdi'i ta'awulin bila takallufi. Kabi'u muddan bi kaza yeden biyadin ve kar zeyden asadan ay ka asadin deganga o'xshash. Endi ismi jamidlar bahani ifadelep beradigan sözülüp bahani ifadelep beradigan sözülüp takallufsiz mushaqqat tatmasdan mushtaq qiyas qilinmoqchi bulup
kilidi deydi. Yani ismi camid bahani bildirdiğin ceyada takallufsiz ism muştaq qiyas qılınğıcı butqa yada naydi köp kelidi degan bo'ldi. İsmi camid hal bo'lsa bir bahani bildirib qo'yadi keldikan, yana birga shu mushtaqni ta'vul muloyiza qiladigan mushtaq muloyiza qilinadigan qiyas qilinadigan shundaq o'rinda keladi. Masalan, bihu muddan bikaza yadan biyadin. Sen uni mundaq pulga sen uni sen u narsani sat bir mutini mundaq pulga satqin naq satqin. Sen uni naq qilib bir muti 3 koydun qilib sat. Masalan, bihu sen shu anani bir mutini 1 kilosi 3 koydun qilib naq satqin desak, mishara muddat degan so'z muddan ashu biz salasatin degan so'z mishara hal qiyas qilinadi. Buni bahani bildirib qanday so'g'angan hal qiyas qilinadiki, musa'aran kull mud bi salasati lira yoki riyal yoki junay yoki yuan deganga o'xshash. Sen uning her muti 3 koy baha qo'yilgan holatda sat uni degan bo'ldi. Muddan yer musa'aranga qiyas qilinadi. Tashbihi nimaga bahaga dalolat qilganligi uchun. Endi yadan biyadin mana bu biz bayon dedik, tashbih dalolat qilgan so'z ismi jamidni tashbih dalolat qilsa mushtaq qiyas qilinadigan holat bo'ladi. İkincisi mufaalaga degan yadan biyadin naq dedik. Yadan biyadin asli bu mufaalaga dalolat qildiğimiz sharkatning ikki shaxsning birga tushganligini bildiradi. Masalan, yadan biyadin desak mutaqabizayn, qo'lma-qo'l tutishgan holatda mutaqabizayn degan ma'noda qiyas qilinadi. Kara Zaydun asadan, Zayd yollasda hücum qildi desak, asadan ay ka asadin, yollasga o'xshash nima qildi? Hücum qildi deganga o'xshash. Asli yollasga o'xshagan holatda degan ma'noda. Shunga buni bu to'rtinchi tartibga dalolat qiladi dedik. Masalan, xarajatulloh salasatan salasa. Xarajatulloh salasatan salasa. O'quvchilar 3'ten çıktı desek, 3'lep çıktı, 3'ten çıkmayan gap, yine xarajatullah mutaraddibatine, tertib, terattebe, yeterattebe, mutaraddibine, nadir re'lik aleti çıktı, degen gökşiş. Taallamul mesaili vahideden vahida, ulan meselelerini bir soğudu, naiti, re'lik alet so'di mutaraddibat re'lik alet so'di degan o'xshash. Udkhulu al-awwala fal-awwal. Udkhulu al-awwala fal-awwal. Bir-birlab kiringlar. Udkhulu kiringlar. Al-awwala fal-awwala. Bir-birlab kiringlar deganga meni re'lik alet cho kiringlar degan bo'ladi. Endi mana salasatan salasa al-awwal as-salasatan fa-salasatan. Sümme salaseten yaki fakilidu yaki sümme kilidu tibinci fakil yaki uç kısınç qaz kamil ba'da qiyas qılınudu. Önümüzde. Endi bu tür muşunda sahip ismi camid muşunda muşta qiyas qılınudu. Tertibki dalalat qılgan yada dedik. Muşunun qaidesi deslapta mecmua umumi isim bir sözünüdür. Mesela udkhulu desek o cemiyini bildirirdi. Xarajatullah desek atullah cemiyini bildirirdi. Avval andın muşu umum mecmua onun ba'si tekrar sözünü şudan tafsir bayan kılındı. Mesela udkhulu al-awwal fal-awwal tekrar. Xarajatullah salasa de ba'si tekrar sözlendi mi? Endi muş tekrar sözünden iki sözün umumistin andın tertip ki dalalat kıldıgan bir
tertibini uqtiradigan qiyas qilingan bir holat maydonga keladi. Yalnız birisi gelse bulmaydı. Şu ikisi tekrar tapsırdı. Şuna bu tertibini bildirdi deymiz. Şuna hal biz bayağı camit olab hal ismi camitning kildi. İsmi camitning kelgan hal yoki mushtaq qiyas qilindi yoki mushtaq qiyas qilmay hal o'tildi. Mushtaq qiyas qilinadi. Mana 4 o'rinda o ismi camitning kelgan ismi camitning kelgan hal mushtaq qiyas qilingan 4 o'rin. Endi yoki u mushtaq qiyas qilinmay ismi holat olib ketuvchi ismi jamid dedik. Al-hal g'ayrul muavval bi mushtaq. Mushtaq ism mushtaq qiyas qilinmay. Ya'ni ya ism fa'il, ya ism maf'ul, ya sifat mushabbah, ya ism tabzir bunda qiyas qilinmagan holatda ismi jamiddan kelgan holat. Endi odatda bu 6 o'rinda ismi jamid hallab kelib mushtaq qiyas qilinmay ishlatiladi. Birinchisi hal nima? Sifatlangan ism mavsuf, sifatlangan ism hal bo'lgan bo'lsa, hal sifatlangan bo'lsa, bu chaqda bu qiyas qilinadi. Nima qiyas qilinmaydi? Mushtaq qiyas qilinmaydi. Bunda qolni biz hal muatti'a deb ataymiz. Abi ham 5 bir qatim o'tirib qo'ydik, hal muatti'a deb ataymiz. İkincisi adetni bildirirse. Üçüncüsü sahibul haldan bir neviye dalalet kılsa. Dördüncüsü sahibul haldan bir periski dalalet kılsa. Beşincisi esli dalalet, sahibul haldan esli dalalet kılsa. Altıncısı onun da ismi tebzil ba, onun da ismi tebzil ba bir tavırge bir bastıçı dalalet kılsa. İsmi tebzil var deb, onun tefsili var, tefsili qilish var. Fihi tafsil, onun tefsilat var, bir bastıçı dalalet qilgan bo'lsa, mana bu chaqda bu ismi jamid mushu 6 xil ma'noning birida ishiltirib, alolab mushtaq qiyas qilmay alolab ishiltiradi. Endi birinchisi biz dedik sifatlangan bo'lsa dedik. Endi mushtaq qiyas qilinib qoldiqi bayam chiqib bo'ldi. Masalan şu hal ism mushtaq bilan sifatlangan bo'lsa, ismi jamid bo'lgan hal, jamid ismidan kelgan hal ism mushtaq bilan sifatlangan bo'lsa, mushtaq qiyas qilinmagan shu bet holatida, shu tug'an holatida holat bo'ladi dedik. Buningdan masalan misollarni ichida ko'rsak, fatamassala laha basharan saviyya desak, nishada o Jibril alayhisalom Maryam alayhisalomga bir barabar holatda bir inson suratiga kirdi degan o'xshash. Bashar mishada hal fa'ildan. Yoki inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan. Biz o Qur'onni Arabcha Qur'on nazil qildik. Inna anzalnahu. Biz şu Qur'onni nazil qildik. Arabcha Qur'on nazil qildik desa Qur'anan mishada buni ismi jamid, ya'ni masdar degan masdar o'g'achqi Qur'onni masdar deb qarasak yoki tazil desak masdar degan bo'ldi, ishqil ism fa'il ism maf'ul emas, jamid hisoblanib Arabcha Qur'on qilib desak, yoki bu yerda Qur'onni bir ism desakmi bo'ladi? O'qish degan ma'noda. Mana bu yerda bu hal jamid. Endi bu mushtaq qiyas qilinmaydi. Chunki bu arabiyan bilan sifatlandi. Sifatlangan bo'lsa deganmiz. Endi mushu halni nima deb ataymiz bundan bayonan? Hali muatti'a deb ataymiz. Hali muatti'a. Hali muatti'a deyishimizning sababi u yana o'zdan keyin kelgan narsaga o'rin hozirlab beruvchi hal degan bo'ldi. Biz o Qur'onni nazil qildik Arabcha Qur'on qilib. Misal Qur'ondan maqsad asli arabiyan maqsad. Chunki Qur'ondan 5 bir qatim bor. Biz o Qur'onni Arabcha Qur'on qilib nima qildik? Qur'ondan hal, lekin bu hal muatta
lima ba'da deyip özden kelgen narsa urun hazırlap joğana hal deyişimiz. Çünkü o zihnini özden kim kelgen bir süpetke adamın zihnini tatbiqan halini şekillendirdi. Bu hal gayri maksud. Yine biz beşte bayam hal maksud lizatihi hal muaddi erigen. Bir de halının üzü maksat emez. İnna enzelna Kur'an'ın Arabiyanda maksat Kur'an maksat emez. O Kur'an'ın Arapça ekanligi maksat kılıngan bir yerde. Çünkü bunda kalına hal muaddi dep ataymiz. İkinci hal adetki dalalet kılganı sangı dalalet kılgan çağda ismi camiyetten girip ismi muştak tevil kılınmaydı. Mesela bunun misalından bir misalını görsek intaha eşşehru salasini yevmen bir ay 30 gün bulup ahirlaştı. Fetemme miqatu rabbihi 40 leyleten. O Musa Aleyhisselam'ın pervaydigari Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın bekitip bergen vakti 40 gece bulup tamam buldu. Bizik 40 leyledik 40 salasin yevmiki salasin. Bunu bu adetki dalalet kılgan hal bir bu. Hem de üçüncüsü o hal özünün sahibi halinin bir nevisini bildirsin. Nevisini dalalet kılsa o çağda ismi camit olarak sahibi hal ulalet o dedik. Mesela haza şu hal yana yüzün sahip, yüzün müteaddit boğan sahiplerinin türlüden bir türünü bildirken. Haza emvaluke buyuten. Bu senin malların öy boğan alette. Desek yine şu buyuten öyler mi? Yine şu mallarının nev'idin bir nev'i hesaplanır. Dördüncüsü şu hal yüzün sahibi halının bir perisi bolsa. La ergabu fiz-zahabi hatimen degan o'xshash. Yani men üzüp bo'lgan bu oltinga qiziqmayman desak, o'sha hatimen degan hal o'zining sohibi hal bo'lgan zahabning bir parisi. Bir shuniki bir tarimi. Yani bu oltinning bir qismi üzükken, endi oltinning hammasi üzük olmaydi. Şunlaşqa mushundaq yerda buni hatem degan ism jamid ya da müştak kıyas kılınmagan halette alıp işletildi. Beşincisi şu hal özünün sahibi halinin asli olsa. Yine bildir demek çoğunumuz sahibi şu ismi camidin kelgen şu hal özünün sahibi halinin asli dalalet kılsa bu çağda sahibi hal asli dalalet sahiplerine asli dalalet kılganlığı için şunlaşka hal müştak kılınmayı ismi camit halde alıp işletildi. La ergab fil hatem zahaben men oltun boğan üzük kızıkmayman desek mesela zahaben degen hal hatem degen sahipli halinin aslinin oltun ikenligi dalalet kılganlığı için şunu bunu halet deymiz. Mesela asjudu limen halaqtina degen o'xshaydi. Men sen şu yaratgan insan lay qilib yaratgan kişiga laydin yaratgan kişiga sayda qilamdimi degan o'xshash. Ya tinan mishada hal hisoblanadi. Mana bu nakir ism nima? İsmi jamitlarning hallab ishlatilgan 5 qismi. 6-cisi uningda tafsilat bor bo'lgan bir bosqichga dalolat qilgan bo'lsa, o hal ucağda isim camit bulab camit beti işletilir müştak kılmayı. Mesela haza busran atyabu minhu rutaban. Bu ton haletki hurma pişik haletkidan yaxşıroq. Mesela haza busran atyabu minhu rutaban desek busran bir hal, rutaban bir hal mesela. Mana mesela Busran ismi camid, Rutaban ismi camid. Endi tafsilat ba. Bu ton haletki hurma yaxşıroqdir, o'lhil pishgan haletki hurmadan desek Busran bir halet, Rutaban bir halet oldu.
uni tafsili bayon qilishdan bir bosqichga dalolat qiladi. Xurmo chunki avvalan bu sura to'ng holatda g'uru holatidan keyin rutab holatiga o'zgaradi. Uni bir xil bosqichni bildirib, bu ismi jamid hallab ishlatildi, mushtaq qiyos qilinmaydi. Endi navbatda ko'rmoqchi bo'lganimiz hal, ma'rifa va nakira bo'lib ishlatilish masalasi. Haldagi aslilik nakira bo'lib kelish. Amma ma'rifa kelib qolsa nakira qiyos qilinadigan ahvol bor. Masalan, bu haqda Musannif rahimahulloh mundaq deydi: "Wal halu in urrifa lafzan fa'taqid tankirahu ma'nan ka wahdaka yatahid." Hal agar lafzan ma'rifa qilingan bo'lsa, siz uni ma'na jihatdan nakira deb e'tiqod qiling. Lafzi ma'rifa bo'lsa-mu, ma'nosini nakira deb e'tiqod qiling. Wahdaka yatahid, sen yolg'iz tirishqin deganga o'xshash. Wahdaka vahdi muzaf ilayhi lafzan, ya'ni bu ma'rifa. Lekin biz buni nakira ma'na jihatdan nakira deb e'tiqod qilamiz. Qanday ma'na jihatdan nakira deb e'tiqod qilamiz? Esa munfaridan deb shunday e'tiqod qilsak, o'sha nakira bo'ladi deymiz. Shuna halning asli shunday ma'rifa kelib qoldi-yu, nakira qiyos qilinsa bo'ladi. Masalan, udkhulu al-awwala fal-awwala. Sizlar bir-birlab kiringlar desak, o'sha al-awwal hal ma'rifa, fal-awwal hal ma'rifa anda bo'lsa, al-awwal fal-awwal desak, bu chaqda bu bizning nakira mutarattibat tina sizlar raqlik holatda kiringlar deb bunda qiyos biz uni nakira e'tiqod qilamiz. Bu chaqda hal nakira ma'rifaning kasbi nakira qiyos qilinib ishlatiladi deymiz. Endi navbatda ko'rmoqchi bo'lganimiz şu hal odatda biz bayan ism mushtaqning bir hal degan halni al-hal wasfun fazlatun muntasibun mufhimu ma'nal hal. Halning ma'nosi hallik ma'nosini tushuntirib beradigan, tushuntirishlar qiladigan, cümlede asrası bilek bo'lmagan bir sifat degan halni. Anda olsa sifatning g'ayridan chiqqanligini bayon qilib o'tdik. Ismlardan, ismi jamidlardan keldi. Endi masdar hal bilan ishlatilmamdi degan bir savol kelib chiqdi. Hemen oldida biz shu maf'ul mutlaqning babida va maf'ul li'ajlining babida buni ish qidim tilga oldik. Maf'ul mutlaqning babida ayni masdarning maf'ul mutlaq tutqanligi. Maf'ul li'ajli babida masdarning maf'ul li'ajli tutqanligi. Agar bir masdar kelsa, u birinchi bosqichda maf'ul mutlaq bo'lishi mumkin. Agar u maf'ul mutlaq bo'lmay qolsa, u maf'ul li'ajli bo'lishi mumkin. Maf'ul li'ajli bo'lmay qolsa, u chaqda u ya ism fa'il ya ism maf'ul ma'nosi bilan holat bo'lishi mumkin ya sifat bo'lishi mumkin degandek. Mushaqqa to'xtalamiz. Şu masdarun munakkarun halan yaqa bi kasratin kabaghtatan zaydun tala deganga o'xshash. Nakira bo'lgan masdar ko'pincha vaqtda hal bo'lib keladi. Xuddi mushtaq ism mushtaq holat bo'lib kelgandek nakir olgan masdarmi ko'p holatlarda hal bo'lib keladi. Masalan, bag'tatan zaydun tala, zayd ushtumtut holatda chiqdi deganga o'xshash. Mishani bag'tatan halmi? Oldida keldi. Undan boshqa nurg'un yerlarda ushtiladi. Mesela innellezine ya'kuluna amvalal yatama
zulmen. Yani yetimlarning malini zulm qilib yeydigan kishilar bilganga o'xshash. Masalan, lillahi yasjudu man fis samawati wal ard taw'an va karaha desak, taw'an va karahan ixtiyor holatda, majbur holatda, yani ta'in va makruhin degandagi itoat qilgan holatda yoki majburlangan holatda deganga o'xshash. Bu shunday qilib nakir hal masdarlar hammasi hal qiyos qilingan ahvol bor. ولم ينكر غالبا ذو الحال ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. Zulhal köpünçe nakir kelmaydi. Anda olsa nakir kelmese qanda o'tgan zulhal köpünçe ma'rifi keladi. Agar u zulhal keyin kelmese, hal ilgari zulhal keyin kelmese yoki xoslashmasa yoki nafi yoki nafini o'xshashdan keyin oshkorlab kelmagan bo'lsa, bu chog'da zulhal nakir kelmaydi. Demak, buningdan ko'rilish qildiki, sohibul halning asli ma'rifi girish. Demak, sifat bilan ikkisi olishib qolmaslik uchun. Masalan, ra'aytu rajulan aqilan, men aqlli bir erni ko'rdim desak, bu sifat bo'ladi. Ra'aytu ar-rajula aqilan, men aqlli qoldik bir erni ko'rdim desak, buni bu holat bo'ladi. Shunga sohibul hal ko'pincha ma'rif bo'lib turadi. Agar u shunda illam yataakhir, u sohibul hal haldan kim kelmasa yoki sohibul hal sifatlan xoslashmasa yoki u nafiy yoki nahiy ism vositalaridan keyin oshkor bo'lmagan bo'lsa, unda sohibul hal nakir kelmaydi, ma'rifi ketadi. Ammo buningdan shundaki, uch xil holatda sohibul hal nakir qilalaydi. Hal ilgari sohibul hal kim kelsa, u chog'da taqdim at-ta'khir at-taqdim ma wa at-ta'khir yufid at-takhsis degan qoidaga asosan asli tartib amil hal qilish, amil hal qilish, sohibul hal qilish tartibida. Shuning bilan sohibul hal keyin amil hal ilgari kelsa, bu chog'da sohibul hal nakir bo'lsin bo'laveradi. İkincisi sohibul hal xoslashgan bo'lsa, u chog'da bu sohibul hal xoslashgan bo'lsa, u chog'da nakir bo'lsin sohibul hal bo'lalaydi. Üçüncüsü o sohibul hal ya nafiden keyin ya nafini o'xshashtirgan nahi istifomdan keyin kelgan bo'lsa, u chog'da sohibul hal nakirsin bo'lalaydi. Masalan, la yabghi imru'un ala imri'in mustashila. Bir insonga aqibatiga sal qarab unda tajovuzchilik qilmasin desak, mustashilan mishada hal. Lekin imru'un nakir bo'lsa-mu, nahiydan iborat nafiga o'xshag'uvchi vositaning keyindan kelganligi uchun shuni bo'la oladi. Bizda masalan hal nakir hal sohibul hal nakir bo'lsa bo'ladi. Hal ilgari sohibul hal kim kelsa. Masalan atani sa'ilan rajulun, atani sa'ilan rajulun. Bir mening qishimga tilanchilik qilib keldi, so'rab keldi desak, sa'ilan degan hal ilgari rajulan degan sohibul hal kim keldi? Bu chog'da sohibul hal bo'lalaydi deb qaraymiz. İkincisi sohibul hal xoslashgan bo'lsa, nakir ism sohibul hal bo'lalaydi. Xoslashish ya sifatlanish bilan bo'ladi, ya xoslashish nakirga izof qilinish bilan bo'ladi. Masalan,
Süpel nüşlen buğne Câ'er reculun za'ifun sa'ilen. Aciz surap geldi desek sa'ilen hal. Sahibi hal recul. Nekir oğan bilen za'if degen süpetlengeligi üçün şoňa bu sahibi hal başga yaraydı deymiz. Yaki izafet bilen haslasın bududu. Câ'a talibul ilmi mesruren. İlim ügengüçi huşal haletli geldi desek müşede sahibul hal talip amil hal câ'a hal mesruren. Sahibul hal nekir tutturisi çekin ilim gumuzapılar arkalık haslaştı. Şu nekirsin ama işki yoldan haslaşkanlık için sahibul hal bulalaydı dep karayımız. Üçüncüsü nebi ya nehiye istifam vasıflarının günkâsa dedik. Mesela nebinin kegenin misali ma nedime talibun müctehiden. Okuğucu tirişkan haletinde püşeyman kılmıyor. Ma nedime talib müctehiden. Tirişkan halette okuğucu püşeyman kılmıyor bu. Desek bir şey nebili geldi. Yine وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ. Biz bir kenetini halak kıldık illa ve onun için kitabın ma'lum bir halette halak kıldıysa kariye sahibi halmiştir. Ne bildik geldi. La teşreb fi kubin meksura. Sen sunuk halet istikanda içmeye desek mişede meksur hal. Kub, fi kub sahibi hal. Hem de fi kub sahibi hal olup nekirken desek nehidike geldik için bunu da dep karayımız. Hel ataka rasulun mubaşşir bintisaril muslimin. Bir elçi Müslümanların kalbi kılgallığı bilen kuş bişaret bir sizge keldi mi? Desek neşedir? Rasulun sahibul hal. Mubaşşiren hal. Nekirsin mişede sahibul Allah'ta dese istifamdike geldik için bunu da dep karadık. Anada bayanki üç urunni kurab o'tdik. Biri sahibul hal nekri olsa kinkasi buldukken bu tafsilat kıldı. Navati koymakçı oğunumuz takdim ve ta'khir bil hal. Halının ilgiri kilişi ve halının kin kilişi. Hal kandak çağda halının kin kilişi vacip. Kandak çağda halının ilgiri kilişi vacip. Kandak çağda halının ilgiri kilişi durus. Takdimul hal vücuben, ta'khirul hal vücuben ve takdimul hal ve ta'khiruha cevazen. Halının ilgiri kilişinin durus buluşu, kin kilişinin vacip buluşu, ilgiri kilişinin vacip buluşu degene doktorumuz. وَسَبْقَ هَالٍ مَا بِحَرْفٍ جُرَّقَتْ أَبَوْ وَلَا أَمْنَهُ فَقَدْ وَرَدْ. Endi beknin tercümesi kalırsak halni harfi cer bilen ilgili kılışlap kelgen sahibul halga ilgiri kılışqa o nahvilla onu mu de? Men bunun unayman. Vela annahu men onun unayman. Vakat varada minel Arab. Çünkü bu Araplardan geldi. Men bunu çeklemeyim deydi. Demek sahibul hal adette ya merfu buludu, baş kılışlap kılıdı ya düşüm kılışlap kılıdı ya ilgili kılışlap kılıdı. Hem de eğer sahibul hal merfu ya da mensup bulap gelse halının onun ilgili durus. Demek biz ma bi harfin cürre diyen bir ibaret olmamasın ya da
halni harfi jar bilan ilgili qilishib kelgan narsiga ilgili qilish unumida degan gapdan chiqdi. Agar u sohibul hal harfi jar orqali zurur qilgan bo'lsa, uni halni uni oldiga keltirishga unumabdi. Onda olsa harfi jarning g'ayri bilan ilgili qilishib kelgan bo'lsa, izofa orqali ilgili qilishib kelgan bo'lsa, bulamda bo'lmamdi. Ve onundan başka sahibul hal cer okulmayı rafi ve nesb okulganı bulandı bulmandırırsa sahibul hal merfu rafi okulup degen bolsa mensup yakışım güçlük degen bolsa halını onun bir keltiriş duruz. Mesela raca'al qa'idu mensuren kumandan yerden birilgen alet kaytti la teşrabul ma'kadren siz sunu dualetli içmen desek bunun işadı bu ne? Halını ilgili raca'a mensuren el-qa'id la teşreb kedren el-ma'e desek bunu da duruz. Çünkü bunu da manikini keltirimiz, manikini keltiriş vacip bir tandır enes yok. Endi ama halini ilgili keltiriş duruz. Onu ilgili keltirişine vacip kılgıcı. Ya onu kim keltirişine vacip kılgıcı bo'lmaganda, kim keltirişine vacip kılgıcı ya ilgili keltirişine vacip kılgıcı bo'lmaganda ilgili kim keltiriş caiz deymiz. Anda olsa halini özünün sahibi olarak ilgili kılış tüvendeki urullarda vacip buludu. Birincisi sahibi hal mahsur boğan bolsa. Endi bu hasri dep öttük. Sahibi hal mahsur illa bilen hasr kılındı degenimiz illa bilen çeklengen bolsa, bu çağda illa bilen kılıngan hasrda çokum mahsur kim gitti. Şuna sahibi hal mahsur olgan bolsa halini sahibalığı ilgili keltiriş vacip buludu. Mesela ma ja'a rakiban illa usame. Ma ja'a rakiban illa usame desek usame nişede sahibul hal. İlla bilen hasr kılıngaçka rakiban degen halının onun aldığını keltirişi vacip buldu. Ulaqqa minib fakat Usame geldi. Usame'den başkadan ulaqqa minib kelmedi degen buldu. Rakiben mişel Usame degen failden hal endi mişede sahibul hal bolgan Usame kim geldi? Çünkü illa bilen hasr kılıngan söz oğa çıka. İkincisi sahibul hal nakir olaptı bila musavvir. Sahibul hal nakir olaptı bila musavvir. Degen bunu diyen gap. Sahibul hal ne? Nakir olsa adette musavvir ile onun musavvir olsa nakir olsa mu nakir halinde sahibul kulaylıklaştırıp belki onu layakallaştırıp belki olsa bitti musavvir degen. Mesela biz bayan musavvirden işkini koyduk. Sahibul hal nakir olsa mu xaslaşkan bolsa izafat araqılık ya süpetleşen izafatların xaslaşkan bolsa biz eşede sahibul halini süpetini musavvir deyimiz. Ya ki onu izafatlarılık xaslaşkan aldığını musavvir deyimiz. Muşunda Allah'ayda musavvirsiz onu bir layakatlaştırıp belki nakir isimnin sahibi yarışığı şarayet yaratıp durduğun bir alet bulmaganda o çağrı sahibi haline kiyen halini ilgili keltiriş vacip. Mesela biz misal görsek halilin li halilin gulamun muhazzeben halil için terbiyelengen bir hizmetçi var degen boldu. Li halilin gulamun muhazzeben. Ende ekene muhazzeb degen halini sahibul hal mişede kasidi gulam de mubtidali. Anda olsa bir yerde biz nemine halini onun aldırı keltirimiz. Çünkü gulamның bir yerde hiç kandak bir xaslaşkan haleti ya bir ma'rif emas bu çağda li halilin muhazzeben gulamın. Halilinin terbiye görgen haletdeki bir hizmetçisi var degen o'xshash. Mana bu tuvandikidek holatlarda halni kim keltirish masalan shu vacib sahibilarni kim keltirish vacib bo'ldi. Endi ikincisi halni amil halni sahibi halga kim keltirish vacib. Bayanki limitde sahibul halni
kin keltiriş vacip, amil halni sahip olalgı ilgir keltiriş vacip. Hal sahip olalgı ilgir keltiriş vacip bolgandan keyin sahip olalgı kin keltiriş olmaydı. Endi nivata halni ta'khirul hal ala sahibihi vacibun. Halni özünün sahibiga kin keltiriş vacip. Bayanki taqdimul hal ala sahibihi vacipti. Halni özünün sahibiga ilgir keltiriş vacip boldu iş kurunda. Endi halni özünün sahibiga kin keltiriş vacip tuvanni kurunda. Birincisi hal mahsur olsa ma ja'a usamet illa rakiben. Usame kamidi fakat Usame ulaqqa minib geldi desek bizim yerde ulaqqa minishni Usame'ge hasr qilmoqchi mahsullar shu. Vama nursilul mursilin illa mubashshir ve munzirin. Biz peygamberlere fakat xushbishar cennet bilan xushbisharat berguchi davzaqni agahlandırıcı qilib öğretdik. Biz mubashshir ve munzir peygamberler fakat bisharat berguchi agahlandırıcı degan bir hasr qilmoqchi bo'ldi. İkincisi sahibul hal zir oqulibdi. Agar o izafat orqali zir o'qilgan bo'lsa, o chaqda sahibul halni kin keltirish vacip. Bayan sahibul hal zir o'qilibdi. Harfi bilan zir o'qilgan chaqda halni ilgari keltirishni men cheklamayman degan Musannif rahimahulloh. Bu turgan. Lekin sahibul hal zir o'qilibdi. Zir o'qilishi izofat bilan bo'lganda halni ilgari keltirish vacip. Masalan, sarrani vuquf aliyin xatiba. Alining so'zlab xatib holatida to'xtaganligini xursand qildi. Yani Ali'nin xatib nutuq so'zlagan holatda to'xtishi, to'xtab turishi buni xursand qildi. Sarrani amaluka muxlisan, sening samim holatda amal qilishing meni xursand qildi deganga o'xshash. Mana bu yerga qaraydigan bo'lsak, mishal sahibul hal sarrani vuquf aliyin xatibanda sarrani vuquf aliyin xatibanda ali mishada zir qildi izofat orqali amalukadagi shu sahibul kaf zir qildi izofat orqali. Endi mishada muxlis deganni sarrani amaluka muxlisanni sahibul oldiga chiqolmaydi. O vuquf aliyin xatibandimi xatibni sahibi olgan elining oldiga chiqolmaydi. Chiqvasak izofat muzaf bilan muzaflarning o'rtasini uzib o'tish lozim keldi. Sarrani vuqufun xatiban aliyan degandek ma'uchaqda bu tartib buzilib keldi. Tarkib past bo'ldi. Has andini shun bo'lmaydi. Üçüncüsü halni sahibi aldığını kim keltiriş vacip hal vovu haliye bilen cüklünüp gelgen bolsa Ca'a aliyun ve şemsu taliatun degen oxşar. Kuyaş çıkkan çağdı keldi desek müşere halet ve şemsu taliatun degen vovu haliye bilen tane cümle anda oğanı sahibi aldığın ilgili keltigiri bulmaydı vovu bilen kelgellik üçün. Çünkü ca'a ve şems taliyatun eliyun bulaş lazım kapalı bu çağda. Ama her picevlen durulgan bu ülkesi butkan buldu. Musannif rahimahullah bunu ben çeklemeyim dedi. Mesela وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ Biz sizni fakat barıcı insanlar, umumizlik insanlarga el çıkıp övettik dedik mesela. Bunu mesela kafeten degen hal linnası degen harfi bilen ziruk kılgan sahibine ilgilap keldi. Şunu bunu buludu dep qaraymiz. Endi bu yerda halning ilgir kilişi halning sahibi ilgir kiliş vacip, kin kilishi vacip, jaiz urullani kurab o'tdik.
Navbatda şu sahibul hal haqida to'xtalamiz. Sahibul hal nimalardan keladi degan haqida. ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزءا ما له أضيفا أو مثل جزئه فلا تهيبا. Siz muzafın ilayindin hal keltirişini durust kılmak. Yani muzafın ilayini sahibul hal kılışını durust kılmak. Tuciz alem min muzafın ilay degen muzafillerden halını durust kılmadan gep muzafın ilayini sahibul hal kılışını durust kılmak. Meğer durust kılsanız bu da muzafın ilayinin amil olap gelgen bolsa, ya ki muzafın ilayinin bir cüz'isi bolgan bolsa, ya ki muzafın ilayinin bir cüz'isi okşaş bolgan bolsa, fala tahifa. Siz bunu çeklemen, bu tosman, bulavuru bundan kelse toğra demekçi. Anda olsa muzafın ilay sahibul hal muzafın ilay olap kalsa, bo'lmaydi ekan, ama muzaf uni amil bo'lsa bitgan, yoki muzaf bilan bir juz'isi ya juz o'xshash bo'lsa bitgan. Anda o sahibul hal nimalardan keladi degan haqda to'xtalamiz. Sahibul hal fa'il sahibul hal bo'lalaydi. Ja'a Muhammadun rakiban deganga o'xshash. Naib fa'il sahibul hal bo'lalaydi. Xuliqal inson da'ifa deganga o'xshash. Xabar sahibul hal bo'ladi. Hazal hilalu tali'an deganga o'xshash. Mana bu chaqnab chiqqan holatdagi yangi oy desak, mishara al-hilalu degan xabar sahibul hal bo'ladi, tali'atan hal bo'ladi, haza degan ism ishora omil hal bo'ladi. To'rtinchisi mubtada sahibul hal bo'lalaydi. Masalan, anta mujtahidan akhi, sen tirishqan holatda mening qarindishim deganga o'xshash. Mef'ulun bir sahibi bo'lalaydi. Buna aytib ko'p. Masalan, sharibtul ma'a safiyan, men suzuk holatda suvni ichdim deganga o'xshash. Endi mef'ulun mutlaq, oltinchisi mef'ulun mutlaqmi sahibi bo'lalaydi. Ta'ibtu at-ta'ba shadidan. Men qattiq holatda, qattiq charchab ketdim. Bak charchab ketdim desak, şadiden müşede hal. Çünkü ette'be ma'rif olga çıkan. Endi mef'ulun fih mu, yani mef'ulun fih mi sahibi bo'lalaydi. Mesela sirtul layla muzlimen. Men qarangu holatda kechida mangdim deganga o'xshash. Endi mef'ulul lahmi sahibi bo'lalaydi. İf'alil khayra mahabbatal khayri mujarradatan an riya. Siz yaxshilikni riyodan xoli bo'lgan holatda yaxshilik qilishni riyodan xoli bo'lgan holatda yaxshi ko'rganligingiz uchun yaxshilik qiling desak, mishada mujarradatan degan hal sahibul hal mahabbatul xayriki mahabbat degan ma'noga ega bo'ladi. Endi mef'ulun ma'ahmu sahibul hal bo'lalaydi. Sirtu val layla muzliman deganga o'xshash. Men qorong'u holatda kechidan mangdim. La tasir sar yasiru la tasir val layla dajiyan, sen qorong'u holatda kechidan mangma deganga o'xshash. Endi 10-incisi muzafın ilayhi sahibul hal bo'lalaydi. Navada muzaf şu muzaf ilayning amili bo'lalsa. 11-incisi muzaf ilayning bir juz'isi bo'lsa sahibul bo'lalaydi. Muzaf ilay sahibul hal bo'lalaydi. 12-incisi muzaf ilayning bir juz'isiga o'xshash bo'lgan bo'lsa, bu chaqda muzaf ilay sahibi bo'lalaydi. Mana bu. Endi bu yerda men alayda sahibi bo'lgan 13 o'rinni o'tirib qo'yishim, chunki nurg'un kitoblarda sahibul hal degan nimalardan keldi desa, sahibul hal yoki fa'il ya maf'ulun bih bo'ladi deblar
onu da qağalını otur koymagan boğaçqa ben şu beri alayda saya buldu tutqanlarını otur koydum. Endi Musannif rahimahullah ahirgi iki beytde ahir üçki misal keltirgen. Muzafın ilay sahibi hal bulalaydı. Muzaf şu muzaflayının amili bolsa, yoki muzaflayının bir cüz'isi bolsa, yoki cüz'isiga o'xshash bolsa deb. Masalan biz buni misol ko'rsak, muzaflayning bir cüz'isiga o'xshash cüz'isi bo'lgan chaqda muzaflayda amal qilgan bo'lsa muzaflay sahibi bo'ladi. Masalan أعجبني قطع الأشجار مثمرة. Meyvelik haletteki meyvelik daraxtlarni kesish meni hayron qoldirdi desek, mesela qat'ul ashjar musmiratanliki sayibul hal al ashjari degan muzafin ilayhi. Hal musmiratan amil hal qat'u bulup bunun müşahede ashjari degan muzafin ilay sayibul hal buludu. Çünkü qat'u degan muzaf onun amili bo'lg'achqa. Çünkü qad ashjar yer labzan muzafin ilay ma'nan maf'ulun bih. Şunlaşqa bir muzafin ilayda amal qilgan deb qaraymiz. İkincisi muzafin ilayning bir juz'isi bo'lsa dedi. Mesela وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُرِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا. Biz ularning qalbidagi gina adavetlerini ular bir tutqan bo'lgan holda ularning qalbidagi gina adavetlerini tartib etdik desak, mishada ihvanil hal sahibul hal fi sudurihimdiki endi mishada muzafillay o sudurihim muzafillay sahibul hal oldu. Endi amil hal ve neza'na. Endi müşahede muzafillay muzafning bir juz'isiga o'xshash bo'lganligi uchun shu muzafillay sahibul hal oldu. Juz'isi bo'lganligi uchun. Çünkü sudur qalb ularning mesela bir juz'isi. Anda bo'lgandan keyin bulalaydi deb qaraymiz. Ya yana bir misolni ko'rsak, ayuhibbu ahadukum an ya'kul lahma akhihi mayta. Sizlarning biringizlar o'zining o'lik holatdagi qarindishining o'lik mayit bo'lgan qarindishining go'shtini yeyishni yaxshi ko'ramdi? Yo'q, yaxshi ko'rmaydi. Anda bo'lsa mayta mishada hal sahibul halqasi akhi degan muzafin ilay. Çünkü lahma degan muzaflayning bir juz'isi. Çünkü aş go'sht aş qarindoshning bir juz'isi bo'lg'achqa, axining bir juz'isi bo'lg'achqa maytanni sahibi bo'ladi. Muzaflay bo'lgan axining deymiz. Yoki o muzaflayning bir juz'isiga o'xshagan bo'lsin bo'ladi. Bu nima degan gap? Muzaflayning bir juz'isiga o'xshash bo'lgan bo'lsa-mi, muzafillay sahibi halbutu deyishimizning sababi unda deganlik muzafni tashlab etib muzafillayni muzafni o'rniga qo'ysak ma'noda buzilish kelib chiqmasa degan bo'ladi. Masalan, buning misolini ko'rsak, summa awhayna ilayk an ittabi' millat Ibrohim hanifa. Biz sizga Muhammed al-İslam mundaq deb vahiy qildik. Siz İbrahim al-İslamning haqiqatparvar bo'lgan holdagi İbrahimning millatiga ergishing deb biz sizga vahiy qildik. Chunki menga anni deb degan ma'no qolita ma'nosidan taqdir qilindi, tarjima qilindi. Mishada millat İbrahim bo'lgan muzafin ilay sahibul hal bo'laydi. Chunki u muzaf bo'lgan muzafi aşu muzafin ilayning bir juz'isiga o'xshab qolgan. Juz'isiga o'xshab qolgan deyishimizning sababi chunki millat degan muzaf ilib olsak,
muzaf ile İbrahim muzafını onu koysak manada buzuş gelmeydi. Mesela biz ittabi İbrahim Hanifa biz sana İbrahim'ga hakkı perogan İbrahim'ga ergeç deb vahiy qildik desek mi mana o'xshash chiqdi. Mana shunga o'xshash. Buni muzafirlarning sohibul hal bo'lgan o'rinlari. Endi navbatda bizim köməkçi oğlumuz taqdimul hal ala amilul hal haqqında toxtalımız. Bayam aldıda taqdimul hal ala sahibul hal de. Halni amil halga ilgili qilish vacib, jaiz, memnun. Ama asli halning amil haldan kim kilish aslidir. Endi bu hal bayan sahibul halga ro'g'ayini kirib chiqqan bo'lsa, endi amil halga ilgilab turgan ahvol bormi desa bor. Bunday ahvollar ko'p uchraydi. Tuvanda buni ko'ramiz. Qanday chog'da vacib, qanday chog'da mamnun, qanday chog'da jaiz. Velhanu in yunsab bi fi'lin surrifa aw sifatin ashbahatil musarrafa fajaizun taqdimuhu kamusri'a zarahilun ve muhlisin zeydun da'a deyen koşuş. Hal eğer mutsarrif boğan filan nesbu qılsa yoki mutsarrif filga o'xshab ketadigan sifat bilan nesbu qilgan bo'lsa bu halni şu amil olan filga yoki sifatga ilgili qilish jaiz. Musri el zarahil degan o'xshash, muhlisin zeydun da'a degan o'xshash. Mana bu bekning tarjimasi. Unda bo'lsa, mana bu yerda chiqqani faqat jaiz qismi. Hal sahibul halga ve amil halga ilgili bo'lsa bo'ldi ekan. Jaizken ilgili qilish qanday chog'da amil hal fil mutasarrif bo'lsa, muhlisin zeydun da'a degan o'xshash. Amil hal fil mutasarrif bo'lsa ilgili kasi bo'ldi ekan. Zeyd samim bo'lgan holatda duo qilgan o'xshash. Yoki amil hal fil mutasarrif o'xshagan sifat bo'lsa ekan musri'an zarahil. Mana bu aldırgan holatda ko'chkichi desak rahil misal shu rahalatinga ism fa'ili bundaq bo'lgan holatda jaiz bo'ldi. Ammo amil hal fil mutasarrif bo'lmay nim bo'lib qolsa fil jamid bo'lib qolsa mutasarrif yoki sifat ashbahatul musarrafa fil mutasarrifga o'xshagan sifat bo'lmay mana fil jamidga o'xshagan sifat bo'lib qolsa bu chog'da mamnu halni sahibul amil halga ilgili qilish mamnu bo'ladi deb qaraymiz. Ve onundan başka biz tefsiri oturduğun vaktimizde halini Şimdi birincisi hal, amel hal gayri mutasarrif olsa çokum halini kim keltiriş vacipken. Mesela ma ahsana al-ghaniyyu mutavadi'an bay kemter boğan haletin nimi degen çıraylıqa desek mutavadi'an ma ahsana al-ghaniyyu deb keltirib bo'lmaydi. Çokum kim kilish vacip. Mana bu fil gayri mutasarrif bo'lsa. Yoki yeni bir misal haza afsahun nas khatiban. Bu adam nutuq so'zlovchi bo'lgan holatda kishilarning eng fasohat iqroqi dedik. Mishra khatiban degan holni oldiga chiqilib bo'lmaydi. Tamamlangan. Haza khatiban afsahun nas degilib bo'lmaydi. Chunki afsa degan ism tabzil bu fil jamidga o'xshab qolgan sifat bo'lg'achqa, jamid shakliga jamidga o'xshayotgan sifat bo'lg'achqa, shuni bir ilgili keltirib bo'lmaydi. Ammo ismi tabzil ikki dona holning amili bo'lib qolsa, u chog'da bir holni chuqum oldiga chiqishi vojib bo'ladi. Mana bu ikki ko'rin. Uchinchisi amil hal
amilal ismi fillab qolgan chaqda cho'qim halni kin keltirish vacip aldığı çıkışı memnun buludu. Mesela nazali musriyen sen tiz haleti düştügen okşaş. Dördüncüsü amili hal lamul iktida bilen koşulap gelgen bolsa o çağda aldığı çıkılıp olmaydı. Çokum aldığı çıkışı memnun halini. Mesela lamul iktida desek la ansuru muhlisen mana haq samimi holat yordam bermeniz la ansur lamul iqtida muhlisen la ansur degili olmaydi yoki lamul qasam la afalanna yoki la ansuranna muhlisen mana haqiqatan samimi holatda yordam beraman desak muhlisen la ansuranna degili olmaydi lamul qasam bilan kelganligi uchun yoki bu amil hal ilip lam silatu elnin ilip lamdın ellezi manası kelgan ilip lamның silasi olab kelgan bo'lsa u chaqda oldiga chiqib bo'lmaydi. Haza al mujtahidu yoki haza el müctehidu şediden mana bu qattiq tirishqchi desak el müctehid iliplam müşerre şediden degan halning amili el müctehid bu iliplamning silisi bu chaqda buni oldiga chiqib keltirib bo'lmaydi. Chunki bu ism mavsulning silisi ism mavsulning oldida amal qilinmaydi deb qaraymiz. Shunga biz bu yerda yetti urunni so'zlagan bo'ldik. Shu holni amalaga o'rga chiqishi mamnun bo'lgan urunlardan. Endi holni amila halga ilgari chiqishi vojib bo'lgan urunmi bor? Qanday chaqda holni amalaga o'rga chiqishi vojib desa, hol sadrul kalam bo'lib qolgan bo'lsa, masalan ism istifomga o'xshash. Kayfa raja'a Muhammad Muhammed qandaq qaytdi desak cho'qim bu yerda raja'a Muhammed kayfa degil olmaydi. Hal ism istifom kelgan bo'lsa, hal ism istifom holat qilib kelgan bo'lsa cho'qim halning amalaga o'rgilishi vojib bo'ladi. Ikkinchisi amil hal ismi tabzil bo'lib ishga holda amal qilgan bo'lsa bu chaqda cho'qim bir halning ismi tabzil amil hal bo'lgan ismi tabzil chiqishi vojib. Mesela halilun faqiran akramu min Muhammedin ganiyan. Fakir haletki halil boy haletki Muhammedin sehirak desek bunun müşahede faqiran hal bunun amil akrama ganiyan hal bunun amil akrama bo'lg'achqa bir halning ilgari chiqishi vojib bo'ladi deymiz. Üçüncüsü hal teşbih ikki hal amil hal ikki holatda amal qiladigan ikki dona holatning amili bo'lgan harf teşbih harfi bular adat teşbihlab qolgan bo'lsa Muhammedun faqiran ka Halidin ganiyan degan o'xshash. Namrat holatdagi Muhammad boy holatdagi Halid o'xshash. Muhammedun faqiran ka Halidin ganiyan desak mishada adat teşbih amil hal mishada kapdan iborat adat teşbih ushabbihu degan yoki shabbaha yushabbihu degan qiyos qilinadi. Shu faqiran bir hal ganiyan bir hal ya da amil hal her adat teşbih ikki holda amal qilganda cho'qim bir halni o'rga chiqish vojib deymiz. Yuqori qurullarda halning amalaga o'rga chiqishi vojib bo'lgan qurullar deb qo'yamiz. Undaq bo'lmaganda halni o'rga keltirsak joiz, kim keltirsak joiz. Masalan, musri'an zarahilun musri'an mukhlisan zaydun da'ani zaydun da'a mukhlisan deb keltirsak buni bo'ladi.
Endi navbatda biz şu amil halni o'zining amiliga ilgi chiqish durust bo'lmaydigan o'rinlardan yana bir nechta ko'ramiz. Bayon qay o'rinlarda uchni ko'rib o'tgan halni amil halga ilgi chiqish durust bo'lmaydigan o'rinlarda mamnun halni amil halga ilgi chiqish durust emas ism pillab qolsa endi tuanda yine shuning davomini ko'ramiz. وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في حجر degan o'xshash. Pil ma'nisini o'z qatiga oldirilgan emas, pilning harflarini emas, pilning ma'nisini o'z qatiga oldirilgan amil hargizmi sohibul haldan keyin keltirilmaydi. Muaxxiran la ya'mala. Keyin keltirilgan holatda hargiz amal qilmaydi. Chuqum u amil hal bo'lish uchun pil ma'nisini o'z qatiga olgan pilning harflarini emas deganimiz. Mesela tilkadın uşiru, pilning ma'nisi var. Lekin pilning harfi yok. Laytidin temenna ba, pilning ma'nisi var, harfi yok. Şunu demek. Pilning ma'nisi öz qatiga qildirilgan, pilning harfi emas bular. Keyin keltirilgan holatda hargiz amal qilmaydi. Şuңашqa bularda amil hal sahibul haldan kim kildigan, sahibul hal amil haldan ilgir kildigan bunday ahvol bo'lsa bo'lmaydi. Şunun qatoridan birisi ismul ishora. Yeni birisi tarif temenni, adat teşbih, lamu bunun qatarında. Biz bayan dedik, bayan biz ismi fil bolsa, onun başka fil camit bolsa, ismi tabzil ulab qalgan bolsa, lamul iftavlam jublub kelgan bolsa, lamul qasam bilan silatullam bilan kelgan bolsa bu yerda biz bayan 7 notlar qo'ygan. Buning o'qishimiz yana biz odatda o'sha harf tanbih ulab kelgan bo'lsa, amil hal harf tanbih bo'lgan bo'lsa, cho'qim halni kim keltirish vojib, oldiga chiqish mamnu. Masalan, ha huwa zal badru taliatan. Mana bu tulun ay chaqnab chiqqan holatda desak, ha harf tanbih va zimir mubtada za ismi işaret haber el bedrunun bedel tali en hal amelalı hayten demiş edi. Yani mana muşu çaknap çıkan muşu tulun ay çaknap çıkan halat ismi çaknap çıkan tulun aygısını agahlandırma degan bo'ldi. Bunun bilan 8 oldu. 9-si harfi nida amila hal bo'lgan chaqda harfi nida amila hal bo'lgan chaqda cho'qim buni halni amilan aldığını keltirişki bo'lmaydi. Mesela biz ya mar'atu bakiyeten li veladaha. Ey balısqı yığılıp atqan holatdagi ayol desek ya mar'a bakiyeten ya imra'atu degan bo'lmaydi. Har kimda bo'lsa deyishimiz lazım. Ve onundan başka harfi temenni olsa bulmaydı dedik. İsmi işaret olsa bulmaydı dedik. Misalları gösterdi. Endi şu qatarda yani bir narsani so'zlab qo'yish lozim ki amil hal nimalardan keladi desh lozim keladi. Unda bo'lsa amil hal bayon qilganlarning hammasi amil hal. Amil hal pildan keladi. Shibhul pildan keladi. Pil ma'nal pil ma'nisi so'zlardan keladi. Endi pildan kelganning misollarida nurg'un ko'p bo'ldi. Ismi pil nazali musriyan buni ko'p bo'ldi. Endi ismi istifhom din kelganning misoli biz bayon
keyfe nüközek mesela keyfe ente qaimen sen kandak ürtügücü boğan aletde ise qaimen hal işede amil hal keyfe mişede ismi istifam hem de her bir ben tenbih kıbayım misalını sözler bulduk bir amil hal olarak tenbih hem de dördüncüsü harfinde amil hal buldu belki ismi işaret amil hal buldu bundan çıkıp buldu zel hilalu tarihen diyen görüşeceğiz hem de harf temenni amil hal bulalaydı harf temenninin ki bu gayyalarıma ait köp teşbih onun başka zarif mef'ulun fi zarif el car vel mecur onun toqsuzluk neyse sahip amil hal oldu dep qaraymiz toqsuzluk neyse endi biz misal ko'rsak ismi ishoraning haza manziluka wasi'an mana bu sening keng holatga uying desak haza degan ismi ishora amil hal oldu mishada endi tilka buyutuhum khawiya deb kelgan shu endi harf tamanni layta taliba mutaalliman mustaqiman fi axloqihi kashki o'quvchi bu talib ilm o'rganguchi bo'lgan holatda axloqida to'g'ri bo'lsin axloqida bir durust bo'lsin deganga o'xshash mishada mutaalliman amil layta kannal baxirata vaqifatan funduqun kabir go'yo ma parxut to'xtagan holatda cho'ng bir bino mehmonxona o'xshayotgan desak vaqifatan hal sahibul hal baxira bo'lsa amil hal kannam mishada endi dedik zarib amil hal bulala zarib amil hal bulalaydi degan bir gap chiqdi bu yerda mesela al g'urfatu indaka wasi'atan yatak senin qishingda bu yatak senin qishingda kengra holatda mavjud desak mishada vasi'atan hal indaka degan zarib kibi jumla xabar bo'lib mishada vasi'atan amil hal tiginlab aytganchada mush indaka degan shibil jumla bo'lgan zaribning tashlangan amili mishada amil hal o'tirgan degan an-nakhlatu fi mazra'atika musmiratan xurma sening meyvegan bagan holat etizingda desak mishar musmiratan hal ya da sahib hal fi mazra'a degan jar majrur bo'ladi tignab aytganda ashadaki haqiqiy amil tashlangan haqiqiy amil va fi'lning mutaalliqi shu bo'ladi buni yuqori qilamiz halning amil hallarninki nimalardan keldiganligi va qanday ishildiganligi haqida to'xtalamiz. Endi misolda yana birisi chiqqan nima degan desa Sa'idan mustaqillan fi hajar Sa'id qarar ağacı bo'lgan holatda hajar degan joyda deganning o'qishi oz bo'ldi. Mishada Sa'idun mubtada fi hajar xabar mustaqirran hal bo'ldi. Asl Sa'idun fi hajar mustaqirran desak bitti amma mishada oldingi bunda kelishi oz. Amma Sa'idun fi hajar mustaqirran ko'p, Sa'idun mustaqirran fi hajar kelishini aytdi. Az uchraydi. Lekin ba endi navbatda biz ko'rmoqchi bo'lganimiz bir ismi tabzil ikki dona omilda ismi tabzil ikki dona holning omili hal bo'lganda chuqur bir holat ismi tabzilning oldida kelishi vojib degan haqida to'xtalamiz. Yani bunu halni o'zining omiliga halni o'zining omiliga ilgari chiqish cheklangan o'rinlarda istisnoan bir holat bo'ldi bu. Masalan Zaydun mufradan anfa'u min amrin mu'anan mustajazun layyahin deydi. Zayd yalg'iz holatda
yordam beriluvchi bo'lgan amirdan manfaatliroqning o'qishi joizdir, hargiz ojiz emas dedi. Mana bundan ko'rib olamizki, bu yerda anfa'u mufradan bir hal, mu'anan bir hal. Nishada anfa'u degan ismi tabzil ikki dona halda amil bo'lganlik uchun cho'qib uni birini yo'lga chiqish vojib bo'ladi. Buning o'qishi bayon 5dan bir qatim o'tib ketdi. Shu bu yerda yig'inda aytsak, ismi tabzil ikki holda amal qildi. Uning amal qilsa, uning birisining ilgari bo'lishi, yana birining bo'lishi vojib. Bu ikkala holni biroqli ismi tabzil ilgari keltirishmi durust emas. Ikkala holni biroqli ismi tabzilni kim keltirishmi ham durust emas. Navbatda biz to'xtalmoqchi bo'lganimiz hal bir sahibul halning bir necha hal kelamdi. Bir masala. Endi sahibi halmi ikki amil halni ikkilik qildigan bundaq ahvollar. Sahibli halmi ko'plik qilib qildigan ahvollar. Vel halu qad yaji'u za ta'addudin li mufradin fa'lam va ghayru mufradin. Hal ba'zida taaddud igisi bo'lib keladi. Yine bir amil halning bir necha holati keladi. Vel halu qad yajiz za ta'addudin li mufradin fa'lan wa ghayru mufradin. Hal ba'zida bir dana sahibi halning bir necha holat igisi bo'lib keladi yoki ve bir neçe sahibi hal için bir neçe almı bıraklı kılıdır. Demek amil hal bir tan, sahibi hal, amil hal mı bir, sahibi hal mı bir, hal bir neçe kılıdır ehval ba. Ya ki amil hal bir, sahibi hal mı ya iki ya onun köp, ama hal mı iki ya onun köp kılıdır ehval ba. Şu an katiye zaten taaddud iki sola kıldır. Bir neçe kılıdır bir sahibiler için ya ki bir neçe sahibiler için bir neçe hal kıldıgan ahval buldu. Mesela birincisinin misali bir tane sahibilerinin bir neçe hal kıldığı Raca'al ceyşu muntasiren ganimen asker galbi kılgan ve ganimet ağan alette kayıttı desekmişede muntasiren birinci hal ganimen ikinci hal. Bir sahibi halının iki tane haleti geldi. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا. Mesela غضبان ve asif iki tane haleti geldi. اِرْجِعِ إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً. Bir tane sahibi halının رَاضِيَةً مَرْضِيَةً iki tane haleti geldi. Kedi bu. Ama halının ve sahibi halının taaddud buluşmasını istersek halmı bir netçi sahip olma bir netçi olsa bu iki xil işten hali bulanmaydı. Birincisi halının lafzi ve manisi bir buluduğan, halının lafzi ve manisi bir buluduğan ve o tasniyat cemi otkan ehvallar. Mesela وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمْرَ دَائِبَيْنِ diyen koşuş. Aribtun nahle ve nemle daibeyni alel ameli diyen koşuş. Mişede sahibul hal nemle ve nahle. Ama halının lafzi ve manisi muttahid bir. Lafzi mu daibeyn tesniye kılındı. Sahibul hal iki tane söz hal tesniye kılındı. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ desek şems ile kamer sahibi hal o iki tane lafzi ama hal daibeyn lafzi bir manisi bir lekin tasnif olarak kelgan bunday holatlar şu tasni lafzi bilan kelgan bir hal iki tane sahibi halga holat qildi jam'i lafzi bilan kelgan bir hal yine bir neçe lafzilerge haletler, sahiblerle halılar kıldı. Mesela
ve şemse vel kamer ve nucumu musakharatin bi emri. Desek, müşerik musakharat sahibul hal cemiyle biz bilen kelgen ama sahibul hal şems kamer deb bu ayırma bilen biz zorap kelgen. Bu bir hilalet. İkincisi, manisi muhtelif buluşu. O iki tane sahibul halının manisi, o iki halının manisi hem lafzı bir olmasın, hatta manisi başka buluşu. Manisi başka olganken Allah'tan lafzı başka olur demdi bunun. Mesela biz bunun da emsi bir tane bir amil hal var. Sahibul hal mı iki, hal mı iki? O sahibul halının lafzı birisi bizge okşamaydı, amil halının lafzı birisi bizge okşamaydı. Ma'na muhtelif, boğanki lafzı muhtelif buldu. Mesela bundak boğan çağda kayda etmez ise birinci halini ikinci sahibul halınınki halı tıkıp birimiz, ikinci halini birinci sahibul halının halı tıkıp birimiz. Mesela laqitu zamili muqbalen minel medrese zahiben ilel medrese. Men mekteptin kilovatkan haletki savaqlışım bilen mektepki kitovatkan haletimde uçuraştım degen okşaş. Bunun içinde laqitu zamili muqbilen minel medrese zahiben ilel medresede sahibul hal laqitu bi tu ve zamili hal muqbilen ve zahiben işki. Birinci hal olan muqbilen ne? İkinci sahibul hal olan zamilinin hal tıkpırımız. İkinci sahibul olan zahibenni birinci sahibul hal olan laqitu bi zimmi mütekelliminin hal tıkpırımız. Çünkü bu kanda çağda bilirsin, erişip gidiş ihtimallığı bolsa, kasının aleti, kasının alıp gelgini ağrı bildiğin, bunda bir farklandırıcı teprik bulmaganda, iltibas şekillenip kalkan hale şekillengende, bunu müşündak, birinci halini ikinci sahibul halinin altı, ikinci halini birinci sahibul halinin altı kılmış gerek. Ama farklan erişip kılıştığın hatırcam bulunğanda tertip bunu çıkıyordu, kâsi buludu. Birinci hal, birinci sahibul halinin altı, ikinci hal, ikinci sahibul halinin altı olsun buludu. Mesela haddesel muhadiru tullabehu vaqifen calisine. Bana manada farklandır bu çok. Dikkat kılın. Haddesel muhadiru tullabehu vaqifen calisin. Liksiya sözlükçi ürütürüp olduruvatkan okuguçularga liksiya sözlüğü dersek, mişede sahibul hal muhadir tullab. Hal vaqif calisin. Onda da bu yada vaqifin diyen birinci hal, birinci sahibul hal olan muhadirinin. İkinci hal olan calisin, ikinci sahibi olan tullabını aldı. Nimişka yani erişip kılıştan hatırlayacağım bu ehval ba. Çünkü vaqifen diyen halının müfretliğe geldi ki sahiblerinin müfretliğe dalalet kıldı. Calisin diyen halının cemiyete geldi ki tullab diyen ibaret sahiblerinin cemiyete dalalet kıldı. Çünkü erişip kılıştan hatırlayacağım bu kaçka. Növette biz hal aldı dersini 5 tümrükten dep ötük hal muakkid yaptık doktorumuz. Hem de biz hal muassise, hal muakkide, hal maqsuda lizatihi, hal muatti'a, hal sebebiye dep bir çıkıp bilgen idik. Ve amilul hal biha kad ukkida فِنَهُ لَا تَعْسَفِ الْأَرْزِ مُفْسِدًا وَاِنْ تُؤَكِّدْ جُمْلَةً فَمُزْمَرُ آمِلُهَا وَلَبْزُهَا يُؤَخَّرُ. Halının amili bilen halının amili şu hal bilen takitlendi. La ta'asafil arz mufsidinin okşuda siz zeminde buzukçuluk kılman degenin okşuda halının amili
şu hal bilen ta'kidlendi. Bu bayam çıkıp boldy. Hal ta'kid üçin kelgende ya amilni ta'kidleydi, ya sahibul halni ta'kidleydi, ya cümlemizini ta'kidleydi. Ve eğer o hal cümleni ta'kidlik uçulap gelse, Hişam ebuke atufen degen go'xşaş hal cümlenin mezmununu ta'kidlik uçulap kelgen bolsa, unda halning amilinin amili muzmer buludu. Amili yuşurun buludu. Aşkarı kemmeydi. Ve lebduha yuakhar. O hal boğan lebzi yuakhar. Çokum kiyin keltirilişi vacib buludu. Endi bu beytin biz mındaq mezmunlarni düşünüyoruz. Birinci, hal bilen amil halet bilen ta'kidlanganligi. Bu bir mezmun. İkincisi, hal amil halni ta'kid cümlenin mezmununu ta'kidlab gelse, onun amilinin çokum yuşun taşlanadiganligi, muzmer bo'ladiganligi, onun hem hal çokum kim kilish lazım ekanligini Hişam ebuke atupenning amili taşlangan hem kim kilishi vacib bo'lganga o'xshash. Tamam. Endi biz bu yerda diqqatimizni tortadigan bir narsa borki, hal muakkid bo'lsa degan gapdi. Anda bo'lsa bu hal muakkid degan nima desa, hal o cümlede yeni bir mazmunni paydo qilmagan bo'lsa, uning ma'nosi uning yeni bir ma'no ifodalab bermagan. Hal muakkid. Hal muassisa asli ma'nodan boshqa bir ma'no ifodalab bergan bo'ladi. Anda bo'lsa hal muassisa yeni ma'no ifodalab berdi. Hal muakkida ta'kiddan boshqa yeni ma'no ifodalamaydi. Yani hal muakkid bo'lganda amilni ta'kidlaydi dedik. Yoki sahibul halni ta'kidlaydi dedik. Yoki cümle mazmunni ta'kidlaydi deb qaradik biz. Endi hal muassisa bo'lganda o normal ahvol, hal maqsud li zati, öz zati maqsad qilmoqchi degan haqda to'xtalib qoldik. Safartu munfaridan men yalg'iz safar qildim degan o'xshash. Ammo hali muatti degancha biz başa chiqib qoldik. Ra'aytu rajulan ar-rajul hali muatti biz bayan başa chiqib bo'lgan shu o'zim kim kelgan narsaga urun hozirlig'icha hal deb atadik buni. Ja'a Muhammad rakiban rajulan muhsinan desak, Muhammad ular holatga keldi, ihson qiluvchi bo'lgan yoki Ja'a Muhammad rajulan muhsinan, Muhammad muhsin bo'lgan bo'lgan holatga keldi desak, rajulan hal ashada. Lekin bu yerdagi hal muattiyaki asli Muhammad muhsin holatga keldi, yaxshi qiluvchilar keldi demakki, ashada u rajul o'zing kim kelgan narsaga urun hozirlab kelgan. Endi sababiyat deganimiz cho'qim u biz bayon chiqib bo'lgan rakitul farsi g'oiban sahibuhu deb biz bayon so'zlab bo'lgan gaplarni endi takror so'zlashni xohlamadik. Endi navbatda bizning to'xtalganimiz shu halning biz hal mufratdan bo'lib keladi deb, endi hal undan boshqa cümle bo'lib keladi, shibl jumla bo'lib keladi. Cümlenin maqsad cümle ismiya, cümle fi'liya, shibl cümlenin zarf, jari majrur maqsad qiladi. Mufrat jami bir qismi bilan ham bo'ldi. Endi shu hal cümle bo'lib kelsa, yine cümle ismiya, cümle fi'liya bo'lganda cho'qim buning bir rabit keladi. O rabit ya va bo'ladi, ya zamir bo'ladi, ya ikkisi birga bo'ladi. Bu haqda Musannif rahimahulloh bunday deydi. Mawdi al-hali taji'u jumlatan kaja'a Zaydun va huwa nawun rihlatan. Halning o'rnida jumla keladi, jumlatun. Halning mufrad o'tgan halning o'rnida ba'zi jumla halulab keladi. Jumla halulab keladi. Ja'a Zaydun va huwa nawun rihlatan. Zayd safarni niyat qilgan holatda keldi
desek asli ve huve naviyun rihleten demekçi. Mesela ve huve naviyun rihleten degan cümle hal Zeydun'un hal doğrudur. Bunun için cümle halet olab geldi. Bunun vu'dan ibaret bir rabıta ba, zimir ikkisi birakla rabıta olab kelgen. Yani Zeyd o seferini niyet kılgıç olğana ja'a Zeydun naviyen rihleten demek. Naviyen ar-rihlete niyet kılgan dep başına onda mufrat anlamında keladi. Şu hal o üç kısım bulundu. Mufrat buluş, cümle buluş, şibi cümle buluş dep. Mufratda tın maksat cümle emas, şibi cümle emas. Cümle şibil cümle cari mecrur yoki zarf bo'ldi. Bu tüde. Endi cümle olğanı o cümle olğan hal yoki cümle ismiya boludu ve yoki cümle fi'liya boludu. O cümle ismiya bolsa hal endi cümle ismiya bolğan çağda mesela bu unda rabita wo olab kelsin boludu. Yoki wo bilan zimir olab billa olab kelsin boludu. Mesela إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور bunu bu cümle ismiye alet olab geldi. Ve hal cümle fi'liye mu alet olab geldi. Mesela Ca'al muznib ya'tadiru an zanbi ve raddallahu allazina kafaru bi ghaydihim lem yenalu khayra degan o'xshash. Demek cümle ismiye hal olab kelsin, cümle fi'liye hal olab kelsin, halet olab kelgan cümlede çoğum şu cümle şu halet olab kelgan cümle sahibi halini özü bilan bağlab turadigan bir rabitini o'z ichiga olish kerak. Şu halet olab kelgan cümlede çoğum sahibi bilan cümlenin ikkisini bağlab turadigan bir rabiti bo'lmaydi. Ikkisini. Endi bu rabiti üçlülük dedik. Biri va bu vo'l hal deb ataladi. Mesela dakhalna vel va'id yetkellam. Biz şu va'iz so'zlayotgan chaqda kirdik desak, buni yerda bu rabita vo faqat. Yoki zimir qilib olib keladi. Yine bu ismi sahibi bilan qaytgan zimir qilib keladi. Sami'tul khatiba يعصير القلوب بحسن لفظه احبيت بعضكم لبعض عدو degan o'xshash. Zimirlan bo'lib keldi. Men xatibning gapirini xatib quloq soldim. Qalblar uning lafzining go'zalligi bilan go'zalligiga asir bo'lgan u qalblarini öz lafzining go'zalligi bilan qalblarni asir qilgan holatda qatib quloq soldim desak yasirul quluba buyursin lafzi degan shuni holat faqat zimir bilan keldi. Endi u rabita o va zimir billa uloq qilgan ahvolda istaqbalan nas ramdan va hum farihun. Kishilar Ramazonni xo'shaqulal haram holatda qarshi oldi desak va hum farihun va vahaliya farihun o'shada zimir mubtada bo'lib mana bu rabita ham zimir ham vabilli bo'ldi. Ve zat bad'in bi muzari'in sabat hawa zamirun ve minel vavi khalat. Ve zat vavun ba'dahan ve mubtadan lahul muzari ja'alanna musnada. Musbat bo'lgan film muzari bilan boshlangan jumla zimirini o'z ichiga oldi, vudun xoli bo'ldi. Endi bu baytning mazmunini ko'rsak, zatu badin bi muzari'in sabat musbat bo'lgan muzari bilan boshlangan jumla zimirini o'z ichiga oldi, vudun xoli bo'ldi desak, demek halet cümle fiil muzari musbat bilan kelgan bo'lsa, fiil muzari musbat bilan kelgan bo'lsa, qat bilan qatsiz kelgan bo'lsa, buning cho'qim zimirini o'z ichiga kiradi, 5 ta vo kelmaydi dedi. Jaa Muhammadun yabki
desek muzari musbat çokum zimir bilen kılıdı ve yebki dep kelmeydi. Ama navat cami'a Muhammed ve yebki dep kalsa çokum bir yere bir mubtidani takdir kırıp yebkini aşu mubtidanın haberi kıpırış gerek deydi. Ve zat vavin ba'dahan ve mubtada lehul muzari yec'alenne musnada. Va ikisi şu vovlan kelgen pil muzaridan keyin şu pil muzariga bir mubtidani niyat qilib pil muzari şu mubtidanın musnadi xabari qilib biring deydi. Ja Muhammed ve yebki ja Muhammed ve huve yebki qilish kerak demakchi. Buningdan tushunib oldik. Pil muzari musbat bo'lsa beshida hu kelmaydi. Endi cümle ismiye bo'lganda çoğun 5'te vokasi bo'ladi. Endi pil muzari musbat olmay manfi urab qolsa qanday qilamiz degan bir masalalarga kelib chiqdi. Tuvanda bu tafsil o'tirib qo'yiladi. Endi pil muzari manfi bo'lsa bu qiladi. Ammo pil muzari musbat bo'lib qatlan boshlanib qolgan bo'lsa yana u qiladi. Pil muzari Vudun xali kesinlik musbat olsa qatlan kelmagan bo'lsa, ammo qatlan kelib qolgan bo'lsa musbat olsa volan keladi. Chunki lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasululloh ilaykum deganga o'xshash. Ana tuvanda tafsiloti yana shu keladigan va o kelmaydigan ularning tafsiloti chiqadi. وجملة الهال سوى ما قدم بواو أو بمزمر أو بهما. Halet cümle yukarıdan başka siva ma kuddima yukarı tilg'ilgan fil muzaridan başka halet cümle vav bilan keladi yoki zimir bilan keladi yo ikkisi bilan birga keladi. Yukarı tilg'ilgan qasi fil muzari musbat. Pil muzari musbat yani asli 6 xil cümle şekli oldu. Pili cümle ismiye musbat ve cümle ismiye menfi. Pil muzari musbat ve pil muzari menfi. Pil mazi musbat ve pil mazi menfi. Çünkü 6 oldu. Endi bunun birisi gap oldu ki pil muzari musbatning gapiga göre endi uningdan boshqasi qasi fil muzari manfi. Fil mazi manfi, fil mazi musbat. Cümle ismiye manfi, cümle ismiye musbat. 5 xil cümleni ko'rib o'tamiz. Unda da biz cümle ismiye Ninki şu musbat şeklini ko'rsak cümle ismiye agar şu cümle ismiye musbat olsa cümlenin mazmunu ta'kidlab kelgan bo'lsa cümle ismiye olab o başka bir cümlenin mazmunu ta'kidlab kelgan bo'lsa yoki cümle ismiye bir holga atqilingan bo'lsa cho'qim buningda zimir kelishi vojib. Uning g'ayri kasi bo'lmaydi. Mesela zalikel kitab la rayba fi desek zalike mubtada el kitabu haber la rayba fi'ni alet degan tarkibga asosan demakchi biz mishada la rayba fi cümle ismiye belki cümlenin mazmununun ta'kidi bo'lganligi uchun cho'nglashib buningda chuqur zimir kilishi vojib. Yoki shu cümle ismiye beşli bir holatga atib qilingan bo'lsa chuqur buningda zimir kilishi vojib. Hokası bo'lmaydi. Zimir qilgan kasbi hokası bo'lmaydi. Masalan, sayaji'uz zuyub mushaten amhum rakibun. Mehmonlar piyoda holatda keladi, yoki ular ulag'liq holatda keladi. Sayaji'uz zuyub mushaten hal piyoda holatda keladi. Yoki ular ulag'liq holatda keladi desak hum rakibun mushatanga atba. Endi va hum rakibun degan bo'lmaydi. Chunki aw bir huruf atba ma voma vovul hariya bo'lganlar bu harfat bo'lib ishlatiladi. Shu
ev ve hum degil olmaydı. Şuna bir yerde o kelmeydi fakat zimirlam kiliş vacip buludu dep qaraymiz. Endi agar cümle ismiye cümle mazmunini ta'kidlamay kelgan bo'lsa, g'ayri muakkad bo'lgan bo'lsa yoki halga atqilinguchi bo'lmay cümle ismiye kelgan bo'lsa, u chaqda bu nunda 3 xil yo'l durust. Zimir g'inam kelish yoki vo g'inam kelish yoki her ikkilisi kelish. Mesela Kutila Osman vel mushafu mabtu. Osman radıyallahu anhu mushaf uçuk halette öldürüldü desek vel mushafu mabtu degan halet cümle fakat bunun da vo'lam kelgan, zimir kelmagan. Endi aqbalat talibu kitabuhu fi yadi. O'quvchi kitobi qo'lida bar holatda keldi desak, mana buningda zimrignam kelgan, vo kelmagan. Nama Abdullah ve vasiyatuhu inda ra'sihi. Abdullah vasiyati beshida qishdi bar holatda uxladi desak, mana buningda vo ham zimir birga kelgan, musbat bo'lganning misoli. Cümle ismiye musbat bo'ldi, 3 xil holatda keldi. Endi bu cümle ismiye menfi bo'lgan holat, cümle ismiye holat bilan menfi bo'lgan bo'lsa, mesela ja'ahuka ma fi yadihi shay. Bu mu o'xshash? Vo'g'in ham keladigan, zimirg'in ham keladigan, ikkilisi ham keladigan. Qirindishing qo'lida biror narsa yo'q holatda keldi. Ja'ahu va ma fi yadihi. Qo'lida hech narsa yo'q holatda keldi. Biror narsa yo'q holatda keldi desak, mana buni vo'mi ba fi shay'ga zimirmi ba har ikkilisi. Yoki zimir bag'ini misoli. Ja'ahuka ma fi yadihi shay. Qirindishing qo'lida biror narsa yo'q holatda keldi. Yoki vo'g'ini qilib kelgan. Ja'ahu ve ma eşşemsu taliatun. Qirindishing quyosh chiqmagan chaqda keldi. Quyosh chiqmagan chaqda keldi degan o'xshash. Mana bu cümle ismiyaning holat bo'lib kelgan shakli. Cümle ismiya u cümle mazmuni ta'kid bo'lib kelmagan bo'lsa yoki bir holga qilinib kelmagan bo'lsa, 3 yo'l durust degan bo'ladi. Vo bilan kelish, vo'siz kelish, ikkilisi bilan birga kelish. Rabitalarni. Rabita qartildik. Ammo fil muzari musbatning gapi tugab bo'ldi. Ama fil muzari manfi bo'lib qolgan bo'lsa, uning manfiligi la nafiya bilan yoki ma nafiya bilan bo'lsa, shu musbat bo'lgan fil muzariga o'xshash. Musbat bo'lgan fil muzarining boshida voqeasi bo'lmaydigan bo'lgan, faqat zimirlam keladi deb qaragan biz shunga o'xshaydi. Biz bayan bunu chiqib bo'ldik. Va ma lana la nu'minu billah deganga o'xshash. Mesela ma ariftuka ma tuhibbu sahar deganga o'xshash. Ammo bu nafisi o la bilan ma'ning g'ayri bo'lsa, lamma o'xshash. Buni demiş yo'lduruz, fil mudari manfi bo'lib, nafil lam bo'lgan bo'lsa yo'lduruz. Vo'g'in ham kelsin bo'ladi, zimirg'in ham kelsin bo'ladi, ikkisi birga kelsin bo'ladi. Masalan, ja'a Abdussalam lam yahmil kitaba. Abdussalam kitobini olmay keldi desak, buni bu yerda nafi lam yahmil zimirlam keldi. Ja'a Abdussalam va lam yahmil kitaba. Wo ham zimir keldi. Abdussalam kitobini olmay keldi. Ja'a Abdussalam va lam ta'lu ash-shams. Abdussalam quyosh chiqmagan chaqda keldi desak, buni faqat vo bilan kelgan shakli. Amma cümle fi'liye musbat cümle fi'li mazidin kelgan hal musbat fi'li mazidan kelgan cümle fi'liye alatlab kelganda u zimir bilan bog'lanadi
illa yandışıp kelgen bolsa. Fil mazi halatlar tuttu. Muşu illa yandışıp kelgen bolsa fakat zimirlam keldi. Zimir. Ve ma ya'tihim rasulun illa kanu bihi yestehzi'un degan o'xshash. Ama bazı naviylar o kasımı bitti billah illa denkinmi illa ve kanu deb kelgan o'xshimda kasib bitti deganlarni kelib chiqdi. Shundaqla o'yni zimirg'inak robita bo'lib keladi, mazi bo'lib avdin iborat harfatga yondishib kelgan bo'lsa. Masalan, ahfadu zawji g'aba am hadar deganga o'xshash. Men erimni saqlayman, u g'oyib bo'lsin yoki hozir bo'lsin desak, buni bu chaqda faqat zimirlam keldi, g'aba avvazir. Shunga o'xshash. Shuning boshqalarida 3 yil durust, ya'ni fil mazi da shu holatlar kelgan chaqda rabitining vo'g'idan bo'lishi yoki zimirg'idan bo'lishi yoki o ham zimir bo'lishdan iborat 3 yil durust bo'ladi. Ammo yuqorilarda undaq emas. Masalan, mazi musbat bo'lgan fil mazi da illa yandishib kelsa faqat zimir bilan keladi dedi va birlikli ma'no bu keladi. İlla kana deb ketorisi birlikli illa ve kana deb kelsin butu dedi. İkinci birisi hareket bo'lgan avga yandishib kelgan chaqda cho'qim buningda o kelmaydi dedik. Onundan başkaları 3 yıl durust. Eğer rabita alet cümlelerini sahibul halini bağlap turguchi va bo'lsa yazının bu çağda fil mazida vodinkin qatni keltirish vacib bo'ladi. G'aba akhuka wa qad hadara jami'ul asdiqa. Barliq do'stlar kelganda qirindishingiz yo'qolib ketdi desak, rabita bu yerda vo'kan, vo bo'lib turgan rabita, zimir emas, bu yerda zimir rabita yo'q. Anda unga qatn kelishi vojib bo'ldi. Agar rabita zimir bo'lsa, o bo'lmay zimir bo'lsa, yoki zimir va o ikkilisi bo'lganda qatni keltirsak mi bo'ladi va uni tashlab olsak, u durust bo'laveradi. Mesela الذين قال لإخوانهم وقعدوا degan o'xshash yoki biz rabita ma'noda vo va zimir bo'lgan. Aw ja'akum hasirat suduruhum da rabita faqat zimir bo'lgan. Mana bundaqlarda onu keltirsak mi bo'ldi? Onu keltirsak mi bo'ldi? Amma ya qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa'akirahu az-zi'buda wa tarakna da mana bu keldi. Bu yerda vo'g'inam keldi. Qattar ketildi. Şu an isbatu qayd ve hazbuha qatni isbotlash yoki uni tashlash joiz. Nim bo'lsa rabita zimir bo'lib kelsa yoki g'ulin zimir bo'lsa. Ammo faqat vo kelgan chog'da cho'qim qatning kelishi vojib bo'ldi. Ama fil mazi nefi fil maziden başlangan cümle halet cümle yapkaysa fil mazi iken nefi iken bunun da 3 yıl durust. Yani rabita fakat vo'lan buluş yoki zimirlan buluş yoki ikkilisi buluş. Mesela qara'atul kitab ve ma vajadtu fihi ishkala. Men kitobni o'qidim. O kitaptan müşkilatını tapmadım. Ben o kitapta yaqında bir müşkilat tapmagan holat kitapni o'qidim deganga o'xshash. Rabita buningda ham zimir ham vo bo'lgan. Ma vajad qara'atul kitab ma vajadtu fi ishkala desak faqat buningda rabita zimirg'inak bo'ladi. Qadima wallazi qadima walidi
ve ma tala'at şemsu. Gün çıkmaganda dadam keldi desek bunu da fakat rabite woğunek buludu. Şuna üç yıl durust deyişimizin sebebi mana şu. Demek yukarıkılar muşu rabitinin woğunan buluş, zimirgınan buluş, o hem zimir buluş. Mesela ma fe'ala şekli ve ma fe'ala şekli degenge o'xshash masalan va ma fa'ala shakllari holat bo'ldi deb qaraymiz. Uning boshqa shakllari. Endi navbatda biz ko'rmoqchi bo'lganimiz halning amilining tashlanish masalasi. Halning amili tashlanmamdi. Tashlandi deganda tashlanish vojibmi yoki joizmi degan masalada val halu qad yuhzafu ma fihi amil ve ba'du ma yuhzafu zikruhu huzil. Halda amel kılgan nesinin taşınıdı. Belçada halının ameli taşınıdı demekçi. Hal bir taşınıdı halde amel kılgan nes taşınıdı denge halının ameli hal taşınıdı bazı. Ama bu amel taşınışı caiz diyenin delili. Ve ba'du ma yuhzafu zikruhu huzil. Ve taşlangan nesinin ba'sini uni zikr qilish cheklendi. Mushu bir nesinin ba'siga taşlanadiganning ba'sini biz taşlangan ba'sini zikr qilish cheklendi deganimiz, yine ba'sinin amilini tashlash vojib. Yine ba'zi urullarda amil halini tashlash durust, ba'zi urullarda amil halini tashlash joiz degan ma'noni ko'rsatib turadi. Endi amil haldaki asli maksat sözleniş, zikir kılınğıcı buluş. Nemişqa onundan yeni bir garazlarını emilleştiriş için. O yeni garazlarını yeni ma'ni meydan keltiriş yoki mevcut bo'lgan ma'ni kuchaytirish için ibaret edi. Endi tashlash joiz qandaq chog'da esa tashlanganligiga dalilu maqali bo'lsa yoki dalilu hali bo'lsa tashlansa bo'ladi. Endi dalili taşlanganlıqqa dalili maqali bo'lgani masalan savol jumlada tilg'anibdi, javobda taşlansa bo'lganga o'xshash. Masalan kayfa ji'ata qandoq kelding desa mashiyan debdi. Asli ji'atu mashiyan de. Buni yerda amil hal tashlandi. Ayahsabul insanu an lan najma izama bala qadirin ala an nusawwiya banana dedi. Bunu müşyadımı amil taşlangan. Bela necma'hu qadirin. İnsan o bizni özünün soğuklarını her gün cuglamaydı deb o'ylamdı. Yo'q. Elbette biz onu cuglaymiz. Qadirin. Biz onu tap-tuz qilib cuglash qodir bo'lgan holatda qadirinning amili bo'lgan necma'hu taşlangan. Mana bu amili dalili maqaliya deymiz çünkü cümlenin 5'te tilg'ilingan bo'lg'achqa. Ama dalili haliya deganimiz cümle kontekstning ahvoli qarab bo'ladi. Agar qarina va mutakallimga o'rab turgan munosabat qanayla uni dalolat qiladi. Masalan, buni mutakallim muxotabga debdi, hayjinkaga odamga debdi, hayjinkaga ma'juran debdi. Qadimti ma'juran, ajr bo'lg'ichlab keldim. Yoki raja'ti ma'juran degan ma'noda safarga mangmoqchi odamga saliman debdi. Tusafir saliman, siz salomat holatda safar qilasiz deganga o'xshash. Mana shunday holatlarda tashlanish joiz. Tashlansin bo'ladi, tashlanmasin bo'ladi. Ammo amil yo tuvandiki urullarda amilning tashlanishi vojib bo'ladi. Bunun birisi hal sadd masaddal haber bo'lgan chog'da amilning tashlanishi vojib. Bu mubda xabarning babida bir qatim chiqqan. Hal xabarning tashlanishi vojib. Xabar bu hal butqan bir xabarlik bo'lishga yaramaydigan bir ism mushtaq holat olib kelgan chog'da xabarning tashlanishi vojib degan mushu chog'dagi mushu holatning amilning tashlanishi vojib demakchi biz bu yerda.
Mesela ihtirami et-talib muhazzeben. Mening o'quvchini muhazzab tarbiya ko'rgan holatdagi o'quvchini hurmatlashim. Endi mishir muhazzabni xabar qilib bo'lmaydi. Mening talibni hurmatlashim tarbiya ko'rganlik bo'lmaydi. Shunga yani muhazzab hal inundagi amil tashlangan bo'lib, ihtirami at-talib iza kana muhazzaban. Mening talibni hurmatlashim shu talib muhazzab bo'lgan chig'ida, hurmatlanguchi, adablik bo'lgan chig'ida dedik. Mana mishira iza kana muhazzaban. Kanni biz bu yerda tuluq bil deb qarasak, muhazzabni shunki holat deb qaraymiz, ishtigaydi. İkincisi, hal cümle mazmunini ta'kidli uchulab kelgan chog'da halning amila halning tashlanishi vojib. Birinchi bo'ldi, hal sadda xabar tutgan joyda turib kelsa, xabarning o'rni tuluqla turib kelgan bo'lsa. Ikkinchisi, hal cümle mazmunini ta'kidli uchulab kelgan bo'lsa, bu chog'da amil tashlanishi vojib. Xalidun abuka atuban deganga o'xshash. Xalid sening dadang mehribon bo'lgan holatda desak, atuban Xalid abuka degan jumlaning mazmunini ta'kidlaydi. Chunki Xalid sening dadang degan gapdan mehribonlik chiqib turibdi. Atuban ana shu mehribonlikni ta'kidlab qildi. Buni bu chog'da bu jumlaning mazmunini ta'kidlab kelgan deymiz. Amil tashlangan bu yerda buni. Ahaqquhu atuban yani haqliqi man buni shu mehribonlik qilgandek bunda mazmunda. Üçüncüsü hal özünün labzi bilan tadrici ziyadalıkka ya tadrici naqslıkka dalalet kılgıcı bolsa. Hal özde bilan tadrici ziyada bolganlıkni yoki tadrici tüvelliganlikni bildirganda amil hal tashlanadi. Masalan bu tasaddaq alel fakir bir riyalin fesaiden. Sen kembahalga bir riyal sadiq qil, bir riyal ya onun nimra ziyadraq sadiq qil deymiz. Bir riyal ya onun nimra ziyadraq deb fesaiden mishada hal tadrici ziyada oluşunu gösterip durmadı. Endi bu fesaiden deki fa'nin buldursun asl sa'iden hal. Fa'dinkin tuluq bir cümle çıkıp qalgan. Mesela fesaiden hal endi amil hal sahibi hal çıkırısı mehzub bunu da. Takdiri fezahabel mutasaddiqu bi sa'iden. Sen kembahalga bir riyal sadiq qilgin, andın o sadiqlığın nasa ziyade bulap ketdi. Ziyade bulaşqı başlap ketdi. Degandek bunda bir ma'ni dedi bu. Tuqta'u yadus sariq bi rubi dinar fasaide. O'g'rining quli bir dinarning 4dan birida undan ziyodaraqda kesiladi deganga o'xshash. Yoki tadrijiy naqsliqni kamayganligini bildirdi. İştiraytul kalama bir riyalin fesafilen. Men bu kalemni bir riyalga ya onundan tüvenraq setib aldım desek iştiraytul kalem. Endi meyada safilen estahal penhatel müştera bi safile. And o setibelin uçu boğan kalem tüvellep düştü degan bo'ldi. Tüvellep düşken bo'ldi. Buni mishada tadric tüvelleşni bildirdi. Muşni biz amil tashlanishi vojib deymiz. To'rtinchisi hal tavbih irada qilinadigan istifom bilan boshlanib qolsa amil tashlanadi. İstifami tavbihiyya bilan boshlangan bo'lsa hal amil tashlanishi vojib. Aqaidan va qad uqimatis salat namaz turg'izilgan chaqda sen o'ldirg'uchi bo'lib tepilamsan, atujadu qa'idan va qad uqimatis salat.
sen namaz turg'uzilgan chog'da o'ltirg'uchi bo'lib tepilamsa desak, atujadu qoidaning hal tujadu degan amil haldan sahib hal tashlangan. Mana bu 4 o'rin qoidalik holatda amil tashlanishi vojib bo'lgan o'rin. Endi samai holatda tashlanishi vojib bo'lgan o'rinlardan birisi bor, yuqorqamiz qoidalik. Amil samaan tashlanadi, undan boshqasida. Bundan boshqa tashlangan cho'qim samaan arab tilida tashlanib kelsa tashlanib deymiz, uni bir narsani qiyos qilmaymiz. Masalan, hani allak deganga o'xshash. Hani allak deb ketdi. Asli hani allak tamoq bo'lsa hani allak tamoqni sizga aytib singsin degan ma'noda, yaxshilik sizga yar bo'lsin degan ma'noda. Masalan, sabata lakal khayru hani'an. Yaxshilik siz uchun sabit bo'ldi, qulaylik bo'lgan holatda degandik. Masalan, sabata laka shay'u hani'an. Sizga bu şeyin qulaylik holati sabit bo'ldi, singishlik holati sabit bo'ldi degandek bunda bir ma'noni bildirdi. Mana yuqorqi o'rinlarda amil hal tashlanishi vojib bo'ladi. 4 o'rin qiyosi, bir o'rin samai bo'ladi. Mana bu bizning darsimizdanki mushu hal haqida ki dersimiz boşuna ahirlaştı. Kingi dersimiz temiz hakkında buludu. İnşallah kingi dersi görüşelim. Ve ahir da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.